Salatu vesselam ala Resulullah. Aziz qarindoshlar, bugün aldı bilen qarindoshlarimizdan bir kechirim so'raymiz. Bir soat kechikdi programımız çünkü yolda fe'l bo'lib qolganlik uchun qarindoshimiz boshqa bir shahardan bizning bugun studioga kelgich oraliqda kechikib qolgan bo'ldi. Shundaqdan biz yana programmamizni davom qilib ketaveramiz. Necha vaqtdan beri nurg'un qarindoshlarimiz bizga Abdurim G'ani qarindoshimizningki ikrallarda bütün dünyadaki muhacir qarindoshlar bilan, yoshlar bilan bir uchrashishini, bo'lsa Uyg'ur qarindoshlik studiyasida bir ziyorat qilishimni qanchalagan qarindoshlar nihoyat ko'p ta'kidladi. Shuning bilan Abdurim G'ani qarindoshimiz bugun kecha soat 4-5 oraliqida Janvaga namoyish qilib bordigan mana bu aldirash bir vaqtda bizning studioga kelib bugun ziyoratimizni qabul qildi. Bugün biz belki pek muhim mesele emasdi, ama bir fidokorlikning namoyandisi bo'lgan, bir o'z yolg'iz bo'lsa-mu qo'lidan kelgan bir imkoniyatning namoyandisi bo'lgan, necha vaqtdan beri bir kishilik hissimizni qo'shimiz deb da'vo qilayotgan insonlar yillarcha qilolmay kelgan bir fe'lninki amaliyotchisi bo'lgan Abdurim G'ani qarindoshimizni ikronimizda bu faoliyat qandaq bir faoliyat, bu xizmat qandaq bir xizmat, bu fidokorlik qandaq bir fidokorlik, bu qandaq boshlandi, qandaq jarayonlarni boshdan kechiryotidi va qaysi manzilga nishon qarab ketyotidi, buning qiyinchiliklari, buning ortiqchiliklari, buningki qo'llanuvchilari qandaq bo'layotidi, bu to'g'risida Abdurimjon G'ani qarindoshimiz bilan biz bugun ham suhbatda bo'lamiz. Ya'ni ikkironda nomerimiz bor, har zaman, har vaqt qarindoshlarimiz qo'limdagi bu telefon qilib Abdurim G'ani qarindoshimizga o'zining salomini yo'llasa bo'ladi, bevosita so'zlashsa bo'ladi, ko'ngildagi so'zlarini eshitsa bo'ladi va Abdurim G'ani qarindoshimizdan o'rganmoqchi bo'lgan qarindoshlar buning yo'llarini, buning jafolarini, buning chertiyoj strategiyalarini so'rasa bo'ladi va rahmatlarini bildirmoqchi bo'lgan qarindoshlarimiz ham o'zining rahmatini bildirsa bo'ladi. Desteklemoqchi bo'lgan, qo'llamoqchi bo'lgan qarindoshlarimiz ikronimiz orqali mana naq maydonda biz bilan birga ham suhbat ulayotgan qarindoshimizni desteklasa, qo'llasa bo'ladi. Men Abdurimjonni saqlatmasdan hemen so'zni Abdurimjonga beraman. Assalomu alaykum, bizning studiyaga xush keldilar. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum ekrandagi barliq qarindoshlar. Hammanglardan kechki salom. Shundaqla bugungi bu suhbat programmasiga 1 soat kechikib qoldim. Buning uchun hammanglardan uzr tilayman. Chunki bugun bu Gollandiyada yomg'ir yog'ib ketib, yo'llar to'sib ketibdi, ba'zi yerda qatnash nimalar bo'libdi ekan. Shuning bilan kechikib qolib qoldim. Buning uchun hammanglardan kechirim so'rayman. Allah razı olsun. Bunda avval bo'lib turdi. Hemen biz sohbetimiz kirib ketsek, necha vaqtdan beri bizningki qarindoshlarimizni ko'p talab qildi. Masalan, Abdurimjonni nima uchun ziyorat qilmaymiz? Abdurimjonni nima uchun Gollandiyadagi yoshlar yoki tashkilotlar qo'llamadi? Abdurimjon nima uchun o'z yolg'iz bo'ladi, ammo buning qo'llovchilari qayerda degandek nurg'un sizga qiziqadigan va bu xizmat qanday bo'ladi degan narsalar ko'p o'tirib chiqadi. Uning uchun masalan boshdan qisqacha deb o'tib ketsak, bu qachon boshlandi bu xizmat va qanday ketyapti, buni bir qisqacha deb o'tgandan keyin boshqa suhbat kelsak. Buldim men bu o'tganda Ahmed Pidoyninki Pidoylar sahifasini bu to'g'risida qisqacha to'xtalgan. Yani qisqacha to'xtalib ketay. Men o'tgan yilisi Gollandiyadagi yosh bolalar 2018 yilisi 12 oyning 18 ham shu kun hozir esimda 100 kishilik namoyish o'rlashtirdi Amsterdam Dam maydonida. Shu namoyishga berish jarayonida bir falastinliklarga qilayotgan yolg'iz kishilik namoyishi menga bek ta'sir qildi-da. Shuning bilan bu yolg'iz kishilik namoyish qilish orqali bir millatningki davosini qizil bo'ldi ekan degan bu tushunch keldi. Shuningdan keyin bu yolg'iz kishilik namoyish qilish to'g'risida jiq izlanib, oxiri 6-oyninki 27, 28, 29 hem 7. ayının 5. günü 4 gün tunji qatam Gollandiya parlament binasının oldida Xitoy tajovuzchilarining sharq Afrikani qilayotgan qirg'inchiliklarni tushundirish uchun dunyoning dangliq axborot vositalari e'lon qilingan xabarlarni to'plab shuni ko'rgazma shaklida
ko'rgazma qo'yishdan tam o'zimning ota-onamning urug' tuqqanlarimning izdirgin qilish. Ular hayotmi, o'ldimi, turmidimi, yo Xitoy tajovuzchining jazo lageridimi? Buni Gollandiya parlamenti, Gollandiya hukumati orqali izdirgin surishtirib bu namoyishni boshlagan. Buni boshlash maqsadimiz yolg'iz kishilik. Oilam bo'yicha olgan bo'ladi. Oila bo'yicha qilay desam, endi mening bolam kichik, cho'ng 4 yoshda, kichikda 2,5 yoshda bo'lganligi uchun bir ish qatim bir namoyish olib chiqdim. Bu bolalar namoyish jim turmay to'ya qish bu yoqqa ketgandan keyin bo'lolmay o'zim qilay deb o'zim qildim. Keyinsi yana surishtirish orqali hozir eng jiq bo'lgan 3 odam men bilan birga, meni qo'shganda 3 odam birga namoyish qilsa bo'lganini tasdiqini oldim. Yani onundan beri bugungacha shu namoyishni ilib beryapsiz. Ya namoyish ilib beryapti. Hozir hamda Gollandiya parlamenti oldik namoyish tugdi, chunki u mezgilda men olgan 4 kunda Gollandiya parlamentida ministrlar yig'ini, parlament a'zolarining yig'inlari bor ekan, cho'ng yig'in bo'lgan ekan, shu chog'da qilgan. Hamda hozir shanba, yakshanba kunlari Amsterdam Dam maydonida, ya'ni ko'rgazma shakllik namoyishni shanba yakshanba davomlashtiryapman. Oldingi hafta qilolmadim, oldingi hafta iltimos qilgandim, qilsam juma kuni kechda ular menga uchur qildi, email orqali, xat orqali. Bu hafta namoyish qilish bo'lmaydi, chunki Amsterdamda cho'ng bir faoliyat bor ekanda, ya'ni hamjinslarning faoliyati. Bu hamjinslarning faoliyati 10 kun davom etadi ekan. Butun dunyodan shu 10 kun ichida 1 milliondan ortiq hamjinslar keldi ekanda bu faoliyatga. Shunga o Dam maydoniga qatnash vositalarining kirishini cheklanibdi. Ularning cho'ng katta faoliyati bor ekan. Şuna oldin hafta shanba kun qilolmadim. Muhabbatda o'gin hamda men Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldiga berib, o'sha davomlashtiraman o namoyishimni. O'shani o'xshash usulda ota-onamning urug' tuqqanlarining rasmini ko'tarib, shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kirish ig'izida o'shada turman tinch holatda qo'lni ko'tarib. Uningdan boshqa yana o'zimningki 3 parcha loti bor. Bu lotiga har qatim xalqlarga xat yozdiryapman. Bu yozdirgan xatlarning hammasi Sharq Turkistondagi jazo lager taqalsin deb yozib turdi. Qaysi davlatdan kelgan bo'lsa, shu davlatning o'zining tilida ana imzo atidi, uningga davlat tavaligini yozadi, yil oy kunsi inib, buni yozdirmoqni uncha oson emas. Xalqlarga chet elliklarga makib yozib bersa, ular yozib bermaydi. Shunga bulan eng avval o'zimizning ashyoda qisqacha bir tarbiyalash kursi deb qo'y hamda. Şu yerda 5 minut ya 10 minut atrofida so'zlab tushundigan bo'lgan ekan, Sharq Turkistonning qanday bir zamin ekanligi 1949-yil ise 10-oyninki 20-kuni Xitoy tajovuzchilari tomonidan besilinib, Sharq Turkistondagi ismninki Xinjiang degan ismga olmish ketganligini so'zlab berganda chet elliklar bak qiziqdi, chunki buningda qulanma xarita bor. 1899-yil ise Angliyada besilgan xarita o'xshaydi. Ash xarita Inniq Sharq Turkistonda bor. Ash xarita bilan Xitoyniki o'z ishlab chiqargan Xinjiang degan lanatkar ism bor xaritaning ikkisini yonma-yon qo'yish orqali bir-birisiga selishtirib, xalqlarniki diqqatini tortib. Ana xalqlar hayron qoldi buni ko'rib, voy biroz Sharq Turkistonda ism bor ekan, hozir bu Xinjiang o'zgarib ketibdi degandiki, unda Sharq Turkistonda nima ishlarni bilamsan, sen uni bilmaymiz. Ba'zilar bildi Alloh aka. Ana bular qisqacha tushuntirish orqali xaritlarni birlashtirib, anki dunyoning damliq axborot vositalarida e'lon qilingan Sharq Turkistondagi jazo lagerlari, Uyg'urlarning hozir beshiq kelgan qirg'inchilik munosabati butun xabarlar bor qulamda. Qaysi davlatdan kelgan bo'lsa, shu davlatningki tildagi xabarlarni birma, ular uni o'qib bo'lgandan keyin ana keyin bizga istashlik keldi-da nurg'unlarniki. Voy biz burun biladi ekanmiz Uyg'urlarni, lekin ahvoli bu qadar og'ir ekanligini bilmaydi ekanmiz deganlar bor. Ba'zilar faqat anglab boqmabdi ekanmiz, bu sendan bu to'g'risida tushunchaga oldik deydi. Ana ular istash qilsam, nima qilib bersak bo'ladi biz deganlar bor. Ilgari ularga hamda o'zining davlatiga borganda shu Uyg'ur deb bir millatning borligi, bu millatningki bugungi kun kelganda Xitoylar tomonidan Osmosiyo ittiq qirg'inchiligini epirilayotganligi, shundaqla jazo lageriga mahkum qilinganligi, 1 milliondan ortiq Uyg'urniki jazo lageri ekanligini so'zlab o'tgan, hamda hozir 3 milliondan ortiq Uyg'urniki jazo lageri ekanligiga aniq isbotlar chiqdi. Erkin Osiyo radiosining ingliz xabarida, u xabarni qo'llamda bor, ashuni ko'zish orqali ularning istashligini qo'zg'ayapman. Undan boshqa oq lotiga ko'rib turayotganda, menga shu oq lotiga xat yozdiryapman. Undan boshqa Amsterdam Dam maydonida Xitoy faoliyatchilarningki ularning imzoliq bir jadvali bor ekan, u jadvalni ularni elib ko'rib, jadvaldan foydalansam bo'lg'idek deb, u jadvalni bular
Yevropa İttifaqı'nınki insan hakları komitetiga yollaydı ekende, onun sani ma'lum chek yetgan vaqtida. Ve onundan örnek gelip, onu laylab, Sharqi Turkistondagi jazo lager taqalsin, etnik qirg'inchilik to'xtalsin, Uyg'urlarninki inson haqlariga hurmat qilinsin degan ashunda bir qancha tema o'z ichiga olgan narsalarni yezib, A4 qog'ozga laylab. Anda ostida jadvallar va jadvallik ismini yozadi, davlat tavalligini yozadi, imzosini qiladi. Hozir uningdanmi bir 200 dak odamga qo'l qo'ydirib bo'ldim. Bu narsani ma'lum chek yetgan vaqtida Yevropa inson haqlari komitetiga yo'llab beraman. Allah razı olsun. Bu yerda sizlar shu namoyish, yolg'iz kishilik namoyishini boshlagandan keyin bu yerda yordamda destekda bo'layotgan, ya'ni qo'llash uchun qashonga kelayotgan bu Uyg'urlar qanday qaradi buni? Men Uyg'urlar qanday qaradi, uni bek nima qilib ketmadim, lekin jiqadamlar telefon qiladi, har qaysi davlatlarda, Facebooklarda yozilgan inkaslar qaragandimi yaxshi bo'layotgan o'xshaydi deb o'yladim endi uni. Hozircha bir uch qashqari ba'zi tilqlashlar norozi fikrlar yo'q emas, bor endi. Lekin ko'pincha xil yaxshi fikrlar tushyotdi, endi qo'llash masalasiga kelgan vaqtida qo'llayotdi. Qo'llashlar derken bu oshtoq ishlam bo'ldi mesela. Bo'ldi, masalan Messenger'da Facebook ayrim uchur yozganlar bo'ldi. Nima qilgan sen bijeningga, nima ishni boshqa ish qilaysan? Ota-onang zulm qilib, unda qilsa qisib o'tarsanman deganlar bo'ldi. Ba'zilar biz sen bu qancha ish qilayotgan chet el tashkilot ish qilamasa, sen bir odamning qo'lidan nima ish keldi deganlar bor. Ani bularga hech qanday inkas bildirmadim men. Bularga inkas bildirib, bular bilan o xat yozishib, tillashib, uning vaqtini, zehnimni sarf qilmayman. U o'zining kallasidagi o'ylig'ini bo'yicha qiladi. Men o'zimning yo'liga mengaylaveraman. Lekin meni qo'llayotganlar jiq Gollandiyadami xala bola qo'llayotdi. Masalan, shu Danxaqdagi parlament binosini oldida namoyish qilgan vaqtida mening yuk taqinlarim xili bor endi. Qo'limda 4 tal taxti bor. Uni ko'tarib olmasam bo'lmaydi. Bayroqlar va tashviqot binomalari, so'nggi binolar va shunday bolalar, bu yerda ismini atamay, hammasi yosh bolalar. Endi bular mashinasidan o'sha nima olib bordi billa. Abarashib o'rinlashtirib qo'yib, akam kashf bo'lganda yana keladi. Aparib qo'yavotdi. Amsterdam Dam maydonida shu, men mashinamni haydab bu nima Dam maydoniga kirib, bir narsa tushunishga imkoniyatim yo'q. Shunga mishadim yosh bolalar yordamlashib meni Amsterdamga kelaman, bir yerda uchrashimiz. Aşağıda onun mashinasidan Amsterdam Dam maydoniga aparib qo'ydi. Ikkita qancha tushirib davomlashtiraman. Olikida da kechda yana kelib apib qiladi bu ishlarda qo'llayotganlar bor. Shuning bu qarindoshlarimiz Alloh rozi bo'lsin. Haqiqatan mush qarindoshlar yordam bo'lmasa, men bu ishni davomlashtirib ketolmayman. O yordam qiladi bu narsani. Yani mening buni so'rashimdagi sabab bu cho'ng bir tema aslında. Bu qo'llash va yo'qotish temasi. Biz burungi suhbatlarimizda boshqalar bilan qilgan suhbatlarda biz bu narsani tilga oldik. Yani Uyg'ur xalqidagi bir-birini qo'llash masalasiniki boshqalarga qaraganda biroz yani qo'llashda sust bo'lganligi va yepib o'tish, buzib o'tish va yo'qotib o'tishda kuchli bo'lganligi uchun masalan bugungi e'longa bir nima chiqibdi. Masalan bir xat yozibdi. Masalan nima uchun Gollandiyadagi tashkilotlar masalan Obli Qasim Hacim deb tashkilotning rahbarlaridan birisini tilg'abdi. Bu sizlarni qo'llamaydi yoki yoshlar Abdirimjonni qo'llamaydi. Nimishqa degandek mendaq bir xato bir menga nisbatan hamda xato tushuncha aslida hammalar qo'llab kelyapti sizni. Mushundaq bir masalani yozibdi masalan. Undan boshqa bu qo'llash masalasi yaqindan beri Allohning rahmati bilan bo'ladi bizda. Ham sizning xizmatingizga qaragan sizning xizmatingizga nisbatan, yolg'iz namoyishga nisbatan bu yeterlik bo'ladimi, bo'lmadimi? Bu muhim. Men de bugungi 5da boshlagan vaqtida shuni o'ylaganda, shuncha yolg'iz kishilik deb qilishning sababimi? Boshqalar bilan birga qilayli desak, hamda hamkorlik qilgan ishlarniki oxir chiqmoq taskanchi, ma'lum yakkaga vaqtda fikrimiz bir yan chiqqanda, ma'lum yakkaganda fikrimiz bir yan chiqolmay. O deganga men ko'rmay, men deganga o ko'rmay, ishtonkan biz qeydab ishimiz oxirga chiqolmay ekanmiz-da, yarim yo'l to'xtab qoldi ekan. Bu tarafni o'yladim. Ana ikkinchisi yolg'iz qilsam, men ash bir narsa aşağı qanda olib beraman, qanda aytkilaman. Ashning qanda nimalar bor, hammani ko'z oldimga keldi, butun narsalarni tayyorladi emas. Eng oddiysi ash tizgan rasmlar bor. Ash rasmlarni men besib chiqarib, uni sulya bilan qoplab qilsam, chiqimlik eshkidi ekanda eng oddiysi.
Ben maxsus sularla kapılgan aparattan birini aldım maşinden birinde. Şunun ulan aşını kaplap, aşınasını hemen üzem kıldım. Yani başkalarla kılay desek, yani maresini işletmeyi mani işletiley. Anı kılıp mani kıldı dese oturumuz ıhtılap bulup, hemimiz onu göz karış okşaş olmağındaki meseleler var düşünçimiz. Kallımızdaki okşamagan fikirler, tokuluşlar, bu yerdeki nesli ziyet kaynık etip, oturumuzdaki münasebetinin tesir edilirken, şunun için yalnızlık bir baş çık bakay dep bunu oyladım. Onun keyinde karasam tor dünyasıdır mı, etrafını güzelsem, jık adam yalğız çıkıp turuptu. Mesela Slim yalğız çıkılatılar, yardımlaşkenli yok. Ahmetcan Pidayim yalğız çıkılatıdı, yardımlaşkenli yok. Nebican Ela, Artış Boğra oğlu, onundan başka nemedeki Halmarat falan diyedeki, Gollalek Abdüsalam Niyaz, karşı atarıp Nurgun Balla yalğız çıkıldır, oturup öyle bak be, şahsının kıymetini tanısam boğdek, muşlam yalğız işini kıldırıp da, ben demiş yalğız kılanmayım, ilgirim kitap işlerini kıgamazsın Gollan diye de, 7-8 yıl oldu hem neden böyle da. Ben yalğız kitapçılık yüzden başlayıp ekip diken müşvakçı, ben yeni bir işini kıp baksam boğdek, de hakasında örnek aldım ondan. O bir hakem ikincisi Tor dünyası da hazır qarsak haqlı bekkelik zide köpeyip ketişiyor. Tolu uruşup, onu casus, bunu işpiyon, onu dep ketkendikin men anaken o'ttirib sekrep chiqib, yalğız bir ish qilib qolib qolsam, haqning diqqatini buraya olaman degan o'ylab boqdim-da. Chunki men maqasingni yalğız chiqayotganligini o'rnaklab, men yalğız bir ish qilib qolsam, bu narsalarnikini haqlar anaken tushunchisi, yalğız bir odam bir ish qila oladi ekan-ku. Biz nimaga yo'qolan narsa talashimiz. Shu diqqatimizni Xitoyga qarshi bir ishni qilamdik yo boshqa bir ishni qilib nima ishdan boshlasak, zihnimizdan bir ishni qilsak, bir boshqa ichiq ketib bo'ldi ekan degan bir tushunch egallamayman ekan haqni deb uni o'ttirga chiqdim ekan bu narsa ekan. Shu haqqan ashu ziddiyatni bitib o'talaman ekan deb. Uni men hal qilolmayman, o'ttirib chiqib, bunda qilmanglar, bunda qilmang, uni yozib boqay, so'zlab boqay, uni hal olmaydi. Faqat bir amaliy harakatni qilib, o'ttirib chiqib qolib qolsa, amaliy harakatimiz haqq ta'zir qilib qolsa, hakim haq, unda qolsa, menmi manda ishni birni qilsam bo'g'idek deb, uni o'zining vazifasini o'zim men nima ishni qila olaman deb, o'sha bir yaxshi ishlardan birisiniki o'z chiqishiga sa'yat qilaman ekan deb, buni yolg'iz boshlayman. Allah razı olsun. Yine bu hazır mesela ikramımızda Uygur Akademisi'nin Abdülhamid Karahan efendim. Yani reis. Bundan başka Dünya Uygur Kurultayı'nın ki katip Erkin Ahmet Efendim'le mesela bizimki konuldaki sözlerini yazıptı. Mesela Erkin Ahmet Efendim sizni ben kollayman degandek. Hem de kollayman davatga adamlar intayin köp. Bu doğrusu ben to'xtalmoqchi çünkü. Çünkü bizde biri ikki narsa bo'lsa, mencha hamma ish tamomlandi deb o'ylayman. Masalan, birisi boshlamchi, yani birisi qo'llovchisi. Butun mayli jangdimi shu ikki narsadan hosil bo'ladi. Oiladimi shu? Ya başlapma ya ergeç. İkisinden birisi. Üçüncüsü bo'lib qolsa qanday bo'ladi? Bu soldu şu. Üçüncüsü bo'lmagan. Üçüncüsü bo'lgandan keyin bu axlat bo'ladi. Mencha. Bu qo'llash degan bu narsa xalqimizda yaqindan bir uyg'onyapti bu. Bu hamda mesela bana Nurgun qarindoshlar men sizni qo'llayman, yo'q sizni qo'llaymiz, studiyani qo'llaymiz deb gap keldi. Sizlarni keldi. Va yoki tashkilotlarni qo'llaymiz degan gap keldi. Ammo qanday qo'llash degan gap ketimiz bu. Shuni o'tib bo'lgandan keyin endi masalan qism tema qaytib kelaman. Qanday qo'llash? Ya'ni bu qo'llayman deb qo'yish bilan bu yerda ish bitamdi. Masalan ya iqtisodiy jihatdan qo'llashmi, yo ma'naviy jihatdan qo'llashmi, yoki bir telefon, masalan telefon ichib sizga bir qanchadan telefon qilib sizdan avval so'radi, shunami? Shunaqa. Siz shu yerda qo'shildingiz. Ya qo'shildim. Shu ta'sirini bir so'zlab taqamang. Ba'zida masalan Yapon degan Amerikada u yer ham bir yerdan haqla telefon qildi. Masalan WhatsApp nomerimni turdim chiqib qo'ygan. Telefon qilib, "Boyba xo'sh bo'ldi, bu biz bo'lganmiz, yordamlashyapti" qanday degan gapdan anglaganda bir xil suyundim-da, yani bosma shuni qilayotgan ishim xalqni yoqqa o'xshaydi, hozir yaxshi ko'rga o'xshaydi deb buni haqiqatan suyundim. Nurg'un bola uchur qiladi. Ba'zan bolalar sizlar shunda oldirashlik 5 kun ishlaydi ekansizlar, 2 kun shu ishni qildi ekansizlar, tashqi o'da bo'ldi qildi ekansizlar. Men hech bo'lmasa bir tashqi nimalarni loyilab birdigan. Ya fotoshop biraz loyilab birgan bir ish olsin, bir qilib bir shuni do'stim bir to'pa bo'lib qolsin meniki deganlar bo'ldi. Ba'zan bolalar telefon qilib ya o'sha nega xatma yozibdi inkos shaklida sizlar yolg'iz qolib qolibsizlar. Biz aşağı Gollandiyada bir kunlik bir adam için neçe pul aldı. Şunu dangla.
aş kamplarda beka turayotgan bolalarda Uyg'ur bolalar. Yoki shu shularni setildi. Xitoyningki oshxonalarda qochiydigan Uyg'urlarni xilchiq deb oldik. Nima degan dedi haqiqatni. Aş bolalar sizlar yordamlasin, şunun pulini biz berayli, aş balani sil tepinglar degan bo'ldi-da. Ana ular dedim ya Pulga nech pul berdik? Ya klikaş Gollandiyada bir adam siz necha soat turistlar dedi, gayqil 8 soat, gayqil 7 soat turmasam 7-8 soat, 8 soatda 8 soatda bir adam normal ish necha pul oldi, şunun pulini biz berayli. Aşını nima qilib qo'yinglar ishladi, shu kuni biz kartasi uribli birimiz pulni debdi. Bu bak suyundim-da, xalqimizni bu ishim haqi bilan yarabdi deb, ana haqqijon dedim. Ya buning o'zim yolg'iz keta olmayman bu narsaga. Yani ba'zi azroq qiynab qolgan ish yukta qilgan bilan opirib ekib bo'g'ichi. Qana yani bir keyin seni cho'ngroq bir narsa qilish imkoniyatim planlarim bor. Shu mezgilda bo'lib qolgan vaqtda anan keyin shuni deyishlamsa, sen bo'lib qachalasan qulimiz ko'ksimiz dedi. Bo'ldim shunda qadar suyundim-da ana bolalarnimda. Endi pul beray deb ashunda adam shiltinglar deyalgan adamniki hamda boshqalarga desimi haqiqatan suydimizda hamda. Buni haqiqatan suyundim shu qarindoshlar Alloh rozi bo'lsin. Shuni qarab meni qo'llaydiganlar xil baka degan tushuncha keldi menda. Allah razı olsun. Ben hakikaten suyundum ma gepten. Çünkü bu ılıqı bizde kollayımız, qılımız, etimiz degan şu arlar geplerine ait köp ama emili kollaydigan mesele kelgende biraz töven mengwatıdı ama burunqıda yaxşı yani. 3 yıldan burunqı Uyg'urlardan ma 2 yıldan keyingi Uyg'urlar menimcha bir yeni bir Uyg'urning biti içildi ve devri içildi deb o'ylayman. Allah razı olsun. Eğer da ko'rib turayotgan qarindoshlar naq maydonga telefon qilib Abdurimjon qarindoshimiz bilan bevosita so'zlashadigan va yoki fikr takliflari va yoki savollari bor qarindoshlar qolsa naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi. Jur'atli bo'linglar, uxlamanglar inshaalloh. Har vaqt biz sizlar bilan birlikda hamkorlikda biz bu suhbatni olib boramiz aziz qarindoshlar. Xo'sh, undaqda Onda ayollar mesleğinde ayollar qo'llab dasab chiqdi bular. Shunda suyundim. Men faqat ko'rib baxmaganlar borkanda masalan Gollandiya hech ko'rib baxmab ekan. Assalomu alaykum dedi. Va alaykum assalom. Sen voice'niki Facebook'larda nimangizni ko'rib bir şey chiqdi yaningizga. Haqiqatan suyundik deb. Tunmay ekanman. Gapini qarab asli Uyg'ur ekansiz dedi ishimda. Ham Mesela yine to'saq bo'lamdi, bizim beşimiz kelgan daftarimizni anglab birdan bo'lsa, ishimiz ozab bo'lsin, haq to'kib, yengillab qoldi ekanmizga, voy turing dedim. Ular turib nima qilish berdi, ba'zilar pat chiqdi, ham ular video rasmlarga tushmaydi-da, uni bo'ldi. U yerga chiqqanimda hammasi cho'qim video rasm tushib majburiyat yo'q. Xohlab tushinglar videoga rasm bilan chiqaylar desa, ma'qul dedim. Ya men chiqmaydim, siz o'zingizlar video rasmini qilinsa, uni qildim, haqman fikr hurmat qilaman. Lekin mena yerim kelgan qandaq adam shu ko'k bayroqning yanında turib, shu Xitoy qarshi, Xitoyningki zulmini anglatib, o'zining beshiq kelgan ota-onasi urug' tuqqanlarningki Xitoyning jazo lagerlarida, turmullarida ko'rayotgan haqsizliklarni dunyoga anglatish uchun kelgan qarindoshlarimizdan baxo'sh bo'ldim. Buniki qandaq adam kelsa, uning shaxsiy turmushi, shaxsiy o'ziga mansub, uning bilan hech qanday nimam yo'q, uning ichiga aralashmayman. Faqat mena yerim kirib, o'zing ota-onasini urug' tuqqanlarning dardini anlatib, shuni ro'yijatni azroq bir yengillik his qilib qolsa men qo'llayman uni. Allah razı olsun. Hazır Dünya Uyghur Kurultayı'ndan Ferhat Muhammed efendim ertedeki namayişte biz billi bolamayız deb şu gapni yozibdi inkasda. Assalomu alaykum. Ama qarindishimiz telefonini qabul qilaylik. Sizning ovozingiz yaxshi chiqyapti. Bo'ldi. The Bluetooth device is ready to pair.
önümüden yukarı bolayotgan bir ünümlü hizmet boluyotudu dep oylayman. Müştaq hizmetlerini köprek elip barsak her qaysi dövletlerge yaxshi bo'lgudek dep oyladım amma şahsen. Mening bir savolim bor, birinjini so'raydigan. Xo'sh. Endi bizmi hammamiz shu Abdurimjandek o't yurak, hammamiz shu Abdurimjon o'xshash debman. Biz Uyg'urlar hech qaysimiz shu qapiliqning sirtida qolib qolganimiz yo'q. Hammamiz o'xshash. Lekin endi biz nima qilolmaymiz? Abdurimjon mancha o't yurak, mush ishlarga endi bolag'asi bor, oilasi bor. Asli xizmat qiladigan bo'lg'aydi. Mening bilishimda xizmat bor ekan-ku. Xizmatlarim yaxshi ekan-ku. Endi ashlarning hammasidan voz kechib, mush xizmatlarni shunday qilishda oldi bilan Alloh rozi bo'lsin. Barliq har bir qadamda ajr bersin. Endi mushu qo'rqmay, mushu onda bularni monta bilan deydigan ikkilisini hammani ko'tarib o'tib, mush xizmatga to'liq bilan murojaat diti bilan otlanishga bir turtki bo'lgan narsa nimeydi o deydigan shu Abdurimjonning ichki dunyosidagi bir nimeydi o deydigan narsani yomon bilgan bor. Allah razı olsun, rahmet sizge. Qayerdan urayotganingizni so'rasam bo'lamdi? Amerikadan uryapman. Rahmet, Allah razı olsun. Bunun xizmatingizdan Allah razı olsun. Sizmi yomon yaxshi xizmat qilyapsiz enim. Allah razı olsun. Hem ishlaringizdan razı olsun, farzandlaringizdan razı olsun, oilangizdan razı olsun. Rahmet. Abdurimjonning shunday Rahmat. Bizim şu hazır kadar hizmetlerimizde şu sizler o'xshash şu hizmetlerin yaxshi qilinmayotganligimizin bo'lyotdi bu ishlarchi. Ham biz o'zimizdan shunday bir savollar orqali javob topib, javoblar orqali atrofimizni isloh qilish qo'ymas maqsad. Shu savolga javobini bergan bor. Allah razı olsun, rahmet. Nayet xursand bo'ldim. Men hozir so'zni Abdurimjon berishdan burun sizga rahmet aytaman va deymanki biz mushu tasalliga muhtoj bo'ldik ekanmiz hammaylar. Xizmatning yeriqchiligida, xizmatning aldarashchiligida, jafosida bo'libmi bizni yo'laydigan bir hukumat yoki bir shaxs bo'lmagandan keyin bizda mushundaq bir gaplar bilan biz taxmi kuchlandik ekanmiz, jasorat oldik ekanmiz. Shaxsan men ba'zida mush programmani bugunkini aytib qo'ysam bo'ladimi, aytitkin o'gin qo'ysam bo'ladimi, yo qilmasam bo'ladimi deb turgan vaqtimda bir qarindishim telefon qilib, yo bir inkasni yozib, qarindishim Alloh razı olsun, xizmatingizga rahmat degandilar, men nayt kuchlanib ketaman, jasorat olaman. Shuningdek, bu biz uchun bek muhim aslida. Bugun masalan bizning e'lonimizni 40 nafar qarindishimiz hambarlabdi. Abdurimjon bilan bo'lgan suhbatni hambarlabdi ekan. Demakki, Abdurimjon bilan ikkalanni 40 nafar qarindishimiz dunyodagi muhojirlarning ichida bizni qo'llabdi hisobda. Biz bundan xursand bo'lamiz, ammo 400 va 4000 va 40000 bo'lish kerak edi. İnşallah bunu bir taraqqiy qilamiz Alloh xolisa. Rahmat sizga. Bo'ladi. Bo'ladi, men telefonni aytaman. Rahmat. Rahmat va qarindishimiz nayt obdan savolni so'rdi. Hamda hammamiz chet eldagi ko'pincha o'rimiz vatanimiz Sharq Turkiston tug'ildik. Bizning ruhiy dunyomiz vatanniki chang tuzanglari, tog' daryolari, suvlari, bog' bo'stonlari bilan chambarchas bog'lanib ketgan bizning ruhiy dunyomiz. Shunga biz faqat vatanning o'zilla ruhimiz shu yerda yashnaydi, gulinaydi. Uning teshida men nerda yashab qolib, faqat moddiy hayotda yaxshi bo'lgan bilan ruhiy jihatda siqinish bor-ku ruhimizda. Endi vatandagi vaqtimizda nurg'un masalan nurg'un men tarix kitoblarini o'qiydim, nurg'un işte inqilobchi ba'zi odamlar paranglashdi, nurg'un kallam savollarga javob topgan, nurg'un javob topolmagan. Erkin Osiyo radiosining xabarlarini yamonbek anglaydim. Biz vatandagi vaqtimizda hammamiz bu chet elga chiqqanlardan keyin 100% demasakmi 90% ko'pincha haqlar chet eldagi tashkilotlarimiz, chet eldagi da'vochilarimizga chet eldiklar bizni qutqizadi degan shu umid bor edi. Bu unda ümit yo'q desa, endi o'zingiz oldiganlikchi. Biz men 98 yosh Lanjo universitet o'qiyotgan vaqtimdan tortib to'xtamay Erkin Osiyo radiosi xabarini anglaydim. Shu vaqtdan tortib anglab kelgan. Shunga chet elga cho'qinish, chet el tashkilotlarga cho'qinish, chet el biz ozod qilib qo'ydigandek ashuna bir narsa bor edi. Keyin xizmat chiqib, xizmat tashlab chet elga chiqdik. Ko'rdik ham chet elga ahvolni ko'rgan keyin hammamiz chiqqanda raskem degan ishimizni pushaymon qildik. Endi hozirgi
Xitoyninki 2017 yildan boshlab hamda siyosatidan ziyod Uyg'urlar qattiq bo'lib etnik qirg'inchilik boshlagan. Ma'lum ko'ra bilim Allohga shukr chiqyapti ekanmiz dedik. Lekin uni ilgari vaqtlarda nima ishqin chiqqan bo'lg'aydik deb men rasmga o'kilgan. Ashar o'qituvchilikni yursam bo'lmam deb chetlarga ish qilamisak yo bir vatan millat uchun xizmat qilamisak jonni arom berib o'tib ketamizmi bu yer degan deydi. Ana 2017 butun narsa o'zgardi. 2017 5-oyning oxiridan boshlab ota-onalarni urug' tuqqanlarim bo'lgan aloqam qat'iy qilamadim. Nurg'un amallik izlab nim qilib baqdim. Hech izrini olmadim-da uniki. Jiqnim qilib baqdim. Har xil yo'lda bo'lmagandan keyin oxiri qanday qilsam bo'lar ota-onamni yüz kilenmey. Bu çağda bizi balımızın müşahedeylik balımız toğuldu. Bir balı çoğun kımakın ne kadar tasdikini ben bal tepip his kıldım bildim de. Aşının qarab ata-anamız kan japa çoğun kan boğaytı mene. O mazgilde ne de aşı oçaklıda meşlik otuna kalab keçilir kopap latıllarımızı jüp digenlik hem şu hayatını bilimiz emdemizde. Bu yerdeki hiç kadar japa yok bir rahat hayat yaşayavatımız. Bu hayattan balı yakışta şu kadar kıyılamayız. Lekin ota-onamizniki bizni naqadar qiyinchilikda, jafoda, yerim kechilib qolib, mashinaning o'choqning kunlarini elib, uyni isitib, tomoq etib, o'zimiz oshnani jon qilganligini unutib ketdik raskem degan vaqtda-chi. Biz oshna aslandik. Bu balam cho'nqilish jarayonida his qildim. Chunki mening balam cho'ngilib keldi, oldimga uni oldi Turkiyada. Shuni ko'rib, ota-onam olgan nimam boshqacha ochdi. Men kuyaman, balamga balam kuya, balasiga rost gap o'xshaydi bu cho'nglarning degini so'zi deb. Mesela mushu xizmatga boshlab so'rab kirgan asosliq ruh. Asos ruh endi ota-onamni vatanga hech qilib bermagan ekan, o'zining ota-onasiga chiqay anga bor. Ota-onam pokku o'lib ketgan ansiq bir yig'lar ekan, tugaydi ekanmiz-da hamda. Ya bir xatmi Qur'on qildik ekan, shuni tugaydi ekan. Unda ota-onamni bir dastlab qilib, men o'tirib chiqib mushningga. O'zimning beshiq kelgan qismatni bir millatning qismati bilan bog'lab, shu o'tirib sakrab bir chiqay. 16 torda nurg'un nima bo'lib ketdi. Mushta odam chiqsin o'tdi, ota-onasiniki urug' tuqqanning izdirini qilib chiqsin o'tdi, u bo'lsin o'tdi, bu bo'lsin deb torda ham Uyg'ur yozib Facebookda. Hamma shuni ko'ramizki, hech kim uning chiqishga jur'at qilolmadi. Faqat Abdurahmon Hasan qarindoshimiz Turkiyada shu jur'at qildi-da hamda. Uning ro'yida men ta'sirlandim hamda. Hech qanday bir odam kelib ota-onamni urug' tuqqan etib, o'q pul men to'layman deb ashunda bir jasoratli o'tirib chiqishi oson emas. Ankama Xalmuratniki Finlandiya uni chiqish oson emas. Shuni qarab o'tirib birdan ishkidan chiqsaq bo'lg'idek deb men chiqsam uydagi qanday ketdi, o bo'lib ketdi, bu bo'lib ketdi deb ba'zilarga maslahat baqdim. Sen dedi ular ko'plari ya o maslini bo'lma yaxshi olmaydi, ota-ona unda qildi, bunda qildi, o'q nim qilganlar bo'ldi. Ana nima bo'lsin men balliq burchimni ado qilay. Ay vatanning qarindoshlarimiz ay zindonlarda, zindon yetavotsa, jazo lagerida kiravotsa, qizlarimiz, och singillarimizni ish bitib buzilyotsa, haqlarniki tamoq yeymiz, cho'shqushi, ichiman desa, aroq, sharob ekib zo'rlayotsa, Xitoy majbur to'y qilyapsa, bu kunda men o'tirib sakrab chiqmay, yana jim o'tirsak, sukut qilib qolsak, hamda chatoq bizning ishimiz. Buni bir fidokorlik qilay, o'tirib sakrab chiqay, butun Uyg'urni bir qo'zg'atib qilib qolsam, buniki bir foydasi butun Uyg'urlarga Xitoy jazolarini taqashga bir his qo'shay dedim. Shuning bilan o'tirib sakrab chiqdim. Har qatam mana o'ylag'ata shu vatandagi qarindoshlarimni, urug' tuqqanlarimni, shuna butun necha million jazolaga yetayotgan Uyg'urlarni o'zimning taqdirlarini oilamni taqdirlarini birlashtirib qildim-da uni aslikni. Shuni o'tirib sakrab chiqdim buningga. Chiqqandan oyog'i hamda jiqalarning qo'llashlariga erishdik. Yaxshi ketyapti deyman, lekin buni to'xtatmayman. Buniki planlarim bor. Mana dastlabki Ahmadjonning nimasini so'zlagandim degandim. Birinchisi men tashviqotning birinchi bosqichini bosdim dedim. Ikkinchi bosqichga o'tdim hozir. Ikkinchi bosqichni ham 20 keldim. Buniki 3-bosqich bor buniki. Biz qadam-qadam bosqichlarcha. Yani bir qarindishimiz telefon qilibdi. Bu qarindishimizning so'zini anglab boqaylik. Undan keyin so'zni sizga aytib beraman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qanday ahvolingiz, yaxshimi? Yaxshi, alhamdulillah. So'zlasangiz bo'ldi, ovozingiz yaxshi. Ben birinci bilan o'tgan yili shu Facebookda tanishgan. Xo'sh. Yani xotirlar isida bormi yo'qmi bilmayman. Bizning shu Misrdan yerib kelib bir oyliqchilik qildiganda Facebookda bir e'lon yozgan menchu. Xo'sh. E'lonni Facebookda oyliqchilik qildiganda bir e'lon yozgan vaqtimda shuningdan nurg'un bir albatta tur inkasi tushgan shu vaqtda.
Akalaydı kökelaydı ise aylık sırtını ben sen kandavlı da peki güvenceplik düştü. Şu vakit Abdülhamid'den tüm yollar bana şunu azrak tehcirler ilanlar. Bana inşan elbet. Hem de ben yetişiyor hem de ben imkasla Müştendağının çıkışında degende bir yaxşı yapıldı. Kılgan bana şu vakitte çetel tevazda tunca katımı nemini kollaşını demtirsem de. Kollaştı mı Abdülhamid söyledim abi şu vakitte. Telefonda paranlaştan ver WhatsApp'tan. Paranlaştan yaxşı yapılı değişken. Sizin hazır Abdülhamidcan esledi men eslep tanıdım deydi. Rahmet olsun kızım. Şu demek bayan gelip çıktı. Ya geçmiş o. Ya kontu yol başlangıcı oldu diyenden için. Yani bizim de ötem de izcil elkabatılma. Kılıklı seri yaşap çoğu okan diken. Anda olsan bombaydı, manda olsan bombaydı. Akıllarımızın, dadımızın, anımızın, ayaklarına, unutma. Diyende hepsiyimizden başlap. Yalvuzdalar çıksan sıkta yapıcı bu. Bingorsuzluğun hastayla kıldı o verisizlik. Bunun başlap başlap kılıklı çoğu ovaldım. Size hazır şu Abdülhamidcan'a şunu bir esletiş maqsadida, şunun teşekkür etiş maqsadida odunuz mu yoki bir sual? To'g'ri. Yani aynı vaqtida siz chet elga chiqqan vaqtida sizni birinchi bo'lib qo'llagan kishi Abdülhamidjan bo'lgan, shunami? Qancha yil bo'ldi shuningga? Shunchalik bo'lsin bo'ldi. 10 dan farqlisi bir smartfonni to'g'ridan etkazsa, mag'durub kanalda shularni qilishgancha bu. İstilməyəli Facebook'da nemisi kürəb kilometrlər bu nəslərni. Yollagan nəslərni. Yani şu özünüzün qo'llaganligingizni bildirish maqsadida telefon qildingiz yani. Allah razı olsun. Abdülhamidjan sizniki bu qarindishimizga nisbatan bir so'zinglar bormi? Bu qarindishimizniki shu chog'da qarasam, Misrda o'zining Turkiyaga kelganligini, o'ziniki Beijingda ximiya o'qitish bo'lganligi, inglizcasining yaxshiligi, til alaydigan bo'ligi to'g'risida shaxsiy oylik usuliman deb bir xat yozib ekancha Facebookda. Endi gaplar idora taraf qarasam shuni ko'zim chiqib qoldi ko'raplar. Ma bo'ldi bir xil bilimni qimmatga aylantirgan bir ong'u ekan manada deb buniki ma'naviyatida shuni narsani estildim-da bu bolniki. Ko'raplar shunda men xat yozgandim buni unlish qilib, manada o'zida bor bilimni qimmatga aylantirgan mesela Turkiyada odamlar bor, qilmaydiganda bilimda qanday qilib qimmatga aylantirishni bilmaydigan odamlar bor-da. Bu endi yangidan biri buni qilgandan keyin bunda odam cho'qim qo'llash ehtiyoji bor-da. Endi bu bolaga men telefon qildim, nomeringizni sen deb berdi. Endi dedim, siz haqiqatan bilimingiz bor ekan, ximiyani o'qib o'zi Beijing Span universitetida shuni o'qitdi ekanda bola. Hozir ismida bor. Uni inglizcesi yaxshi ekan, xitoychasi yaxshi ekan, bir qancha til o'qiman degandiki, unda sizni qo'llaydi deb yoshlar oylik ehtiyoji odam qilib qolsa biz aloqa qilishib turishni dars o'tib bilan o orqali o'zingizdagi bilimni azroq qimmatga aylantirsangiz iqtisodiyotingiz hal bo'ladi. Undan keyin yo'l topsiz. Mana bu ayat o'qiyotgan alog'in bolalar bor. Yani bu yer asosi surishtirib qo'yib yo'l hozirlab beray deb azroq qo'llash. Yani siz hozir Abdülhamidjanni qo'llashni o'ylamsiz yani. Sizning aştaq bir alametli ben ülkeyle Türkiye vakfında bu 72. günde tükep getirdiğin haberini aldım. Kırmızı tükep getirdiğin haberini aldım. Şunu kılan mı bakalım dedim. Ben tunca katı öğrenci manga vaktinde ben hotel güzel. Ben tunca katı öğrenci manga vaktinde dedem bizde pek baş bölgedeyken Abdülhamidjanni qanchalik qo'llaysiz hozir? Shuning javobini anglab boqay. Chunki vaqtimiz He? Yani qo'llaysiz yani, shunami? Mesela maddi, manevi her tarafta Abdülhamidjandan keyindasiz. İnşallah. Ben senin falan yakşadan bulup gitsinler ben arzuluk etmeyemem deydim. Ben arzuluk etmeyemem lakin beni yayın aratmasını arzuluk etmeyemem. Bütün dertlerim şuraydı. Yani
Oldu benim başka ve senden birçok kişi kızgan arzuyum yok. Fakat ya arabamaydı ki hazır şu gelen pek tesir yok yapma. Allah razı olsun. Sen de anlayışımız var mesela kandan hemen kelip bir şey yaşadılar. Kanda olsun, manda olsun, anlamında diyenler. Demek yok ama inşallah Kur'an buyurursa yani biz bu yazılıp ketken gibi Facebook'ta mangayızlarımızın gülümsünü yıkan. İnşallah Kur'an buyurursa günüdür. İnşallah. Allah razı olsun. Rahmet sizge. Bu kırındışımızın Allah razı olsun bana. Bunu bir şahıs katarıda mesela bizim milletimizin bugünkü günde sizni kollayma, %100 kollayma, sizlerden ben keynanlarda deyişinin özü 10 yılın aldıda men üçün bir düştü. Yani xiyaldı. Qandaq dese, chet elga chiqdik-ku, chet elga chiqdik. Chet elga chiqib birinchi anglagan so'zimiz nima desa, chet elda uxlab qolsam o'g'atmaymiz, o'g'a qadamni uxultib qo'ymaymiz. Yani bir odamning qo'lidan tutib, ya qo'pa o'ynangdim. Yoki miyada yetib olgin. Mas'ulni ishchi. Ya ma tamoqni. Mandaq demaymiz, shunga hammanglar o'zingdagi tayma ustozning so'zim. Bir ustozniki. Şu vaqtda biz qaqshab ketdik-da dars elish jarayonida. Bu chet elda hammadan o'zining ishi bilan yuradigan yam desak, bu yerda o'zinglarga butunlay o'zinglarga tayinlasizlar. Hech kim sizning keyningni tutmaydi, qo'lingni tutmaydi. Har odam o'zi minib, o'zi yiqilib, o'zi qopidi. Degan shu vaqtida, ammo bugun qarasak, ma qarindishimiz deydi, "Yo'q, Abdurimjon, yiqilib ketsangiz men sizning qo'lingizdan tutaman. Müdürüp geçsiniz men sizin keyninizde yanınızda bor. Deb manda deyapti. Demek 10 yildan keyin chet ellik muhojirlar o'zgardi degan. Demek bu bizda bir ilgirlash bormi yo'q? Ilgirlash bor. Mesela bu isim kelib qoldi 2007-yilda esa 5-oyning 5 Gollandiyada tunji kelganda men panoh tilab. Kelib 3 kundan keyin shu joyda Gollandiyada Uyg'ur yoshlarni demokrat tarbiyalash kursi bor-da. Shu kursga bordik. Akşam aşağı yatakta yetib qoldik-da. Degan bombat qolgan vaqtida qarasam hammamiz qarin bolalar ekanda hamda diniy odamlarda. Aytgan bir o'qitib versam qolibdiki, qopolmay qolmasak desak, voy hammamiz o'zimiz bilib o'qiymiz bu yer namozni deydi. O'g'o shunda qani bombatda qopgan aytdi bir ichkindab qo'yinglar desak, biz daxliyat kuzmaymiz deb biz hammamiz o'zimiz bilgancha o'qiymiz debdi. To'g'ri Xudoyim, namoz o'qitib kelishim shu qadar ham nima ketam deb qolganda shu mezgilda yuzgim degan shu qarindishimizniki. Ismini atmay yo'q. Hozir sizlarga gap shu ism kelib qoldi-da hamda. Gerçekten kopsam raskan o'qitmayapti. Qarsa namozda o'qib birdan o'qinsam kun chiqibdi, o'qitmadan olmasak. Hozir qarindoshlik qanday sizningcha masalan bir yerda bugun kechda birga uxlaymiz, men sizni o'qitadim inshaalloh. Endi nurg'un qarindoshlar bilan hozir yaxshi hozir. Mana shu gollandliklar ishlash jarayonida yoshlarga bir chaqiriq qilinmiş. Bir yaxshilik bor aslida biz yoshlarda. Milletde bu yaxshi faqat bizning kallamiz o'ylagan o'y fikrimiz birbirisiga mos kelmaganligi uchun lekin qarashlarimiz shu dushman kirib olgan, qarashlar yomon tarafini kirib olgan jiqkancha. Jumilda ilgari men mashundaqda. Men taq o'zgan uzun bo'lmadi. Burun men mashda haqniki g'ayvatdan qildim. Kash haqnikini endi nimiz qilmas, men butun diqqatim aşağı ketib qoldi. Biz Gollandiyaliklar ishlash jarayonida va idorada bir musulmon ham bir Osiyolik. Aşağıda iş jarayon nurg'un narsa mening butun tushanchamni qilib pak supurib chiqaradi desam bo'ldi-da endi. Ameliyatni ko'rdim-da endi. Mana oldin g'ayvat qilib bakın ko'rib bakmadim. 3 yilda qilib qolib ishlab qolgani ko'nglimni ham ranjitmadi. Ramazon tutaman. Hech kimning xiyoli kirishman chatig'i yo'q. Namoz vaqtida chiqib namozni o'qib olaman. Kori yo'q. Turib o'tirib o'ylab qolaman deb tova. Bu biz boshqa bunday Uyg'urlarning ichiga turni chiqarsak, endi g'avg'o tugamaydigan bu gollarning ichiga qilsak, hech bir ko'ngil og'riq yo'q deb biz qayda haqliqmiz deb o'ylab qolsak, bular bir-birisiga hayot aralashmaydi ekanda. Masalan, xizmat munosabati shu qilib qolsa, o'zaro birlikni qildi, uningdan boshqa shu qilsa, ham o'zining shaxsiy ishlab hech kim ishini aralashmaydi ekan. Shuni yo'q, men shu yo'lni tutdim. Nima qilaman? Xalqni men o'zimning yashash doiramni ekrib olaman deb xalqni rahatsız qildi ekanman, o'zimni rahatsız qildi ekanman-da. O'zimni qalb qildi ekanman. Bu nimish qilsa, bu nimish lag'mandan o'rnib qo'l o'ymaydi degan. Ashunda qilib o'zimizdagi bizning mening o'ylaganimdek bo'lsa ekan deb o'g'ashqa ashta diqqatimizni shundan ketdi ekan, o'zimizni charchidi ekanmiz, purtdi ekanmiz-da. O'ylab baqsak, o hech bir xiyol odamga eng nima deymiz unga. Biz munosabat narsa chiqarishib oldik ekanmiz va o'zimizga haqiqiy munosabatdek o'zimizga zich bog'lish narsada beparvo.
bizlar hech qanday munosib yo'q narsa kelganda Kanada chaqlashlik ekanmizda, shunga jinas o'zgartdi men rasman. Naq mush yerda bir gapni qistirib qo'yman. Hozir Facebookda najiq inkas yozdi qoldi bo'lmasın. Menga deydi, menga kunda bir ishga dem deydi, "A palanch manda yozibdi, pokonch manda yozibdi, yoki mandaq da'vat mush gap to'g'ri falan." Ya qarindishim, o'zingizning bir xizmati bormi? Shu xizmatni qiling. Boshqalar bilan talashmang. Sizning xizmatingiz to'g'risida bo'layotgan bo'lsa ayrim. Ama bu başka işlarga ko'ngil chachmang. Deb, yani chet elliklarninki, yani Yevropalikninki bir alayidligi shu başka ishga, başka odamning hayotiga aralashmaydi, turmushiga aralashmaydi. O'zining ishini puxta qiladi. Ama o'tgan qatimliq suhbatda deyishdik, yani bu 80-yildan keyin tug'ilgan bolalar bor. Yoshlar biz shu vaqtning bolalari. Cho'nglar qaraganda kang qo'saq his qildi. Yani bakcha qaralashmaydigan his qildi. Chunki biz ularning hayotini ko'rdik. Ota-onalarimizni, ustozlarimizning, cho'nglarimizning. Barbara nim qildik. Bular shu qitimliq voqeada shu bizning yuzimizga bir chikit urildi 15-20 kun oldidagi fitna pasat g'avg'olida yoshlar kang qo'saqlik qildi. Jim turib oldi. Ziddiyatga aralashmadi. O shaxsiy ziddiyatlarning ichiga kirmadi-ku yoshlar. Shuni qarab yoshlar kang qo'saq ekan dedim men. Demak, bundan keyin inshaalloh bexizmat qilamiz. Tashkilotda bo'lsin, mayli sizdagi yolg'iz xizmat qilayotganlar bo'lsin, oldimiz ichilib o'tibdi yani. Inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin. Qarindoshlarimiz menga yozibdi. Tajalli efendim telefon qaramay Abdurrahimjon qarang deb. Men ma telefonda davomli hambahirlayman. Boshqa WhatsApp to'plarida. Endi ma Facebook to'plarida hambahirlayman. Qarindoshlarningki yozgan nemisini o'qiyman. Chunki men ayrim noyatchi xat keladi. Masalan, hozir ikki qarindishimiz ayrim men telefon qilayim deb yozdi. Undan keyin bo'ladi degandan keyin telefon qildi. Shunga o'xshagandek telefon qilgan qarindoshlar ayrim yozmasanglar bo'ladi. Shuning uchun ba'zi vaqtlarda men ma telefon qarayman. Şun qarindoshlar to'g'ri tushunsangiz bo'ldi. Asli bu sizlarning xizmatinglar. Sizlar hambarlab bergan bo'lsangiz, men telefon qarab hambarlayman deb o'tmaydim. Undan keyin bu studiyamizning bir assistent, ya'ni katib yoki bir yordamchisi bo'lgan bo'lsa, u mening ishimni boshqa kompyuterda qilgan bo'lsa, men fikrimga yaslik qarab o'tirdim. Bunga men bir tushuncha yurib qo'yay. Davomli bu fikrlar kelib turdi menga. Alloh hammangizga rozi bo'lsin qarindoshlar. Bir qarindishimiz yozibdi, bizga yeshil chiroq yonmayotdi, ham hech qaysimiz qizil chiroqda to'xtab boqmadik. İnşallah ahirgi to'xtab qolmaymiz debdi. Asli yeşil chiroqni o'zimiz yoqamiz. Tushunarlimi? Masalan, sizlar yeşil chiroqni 2 oydan oldin yoqdingiz. Men xil uzun tayyorlik qilib yoqdim-da bunga. Bunga ham xil qilib uzun ketdi. Yolg'iz qilishini o'yladim men shu. Eng aql hech kim qo'llamasa yolg'iz qilib to'qay. 3 oy plan qildim-da, 3 oylikni zot o'zim chidab bir it chiqsam, izchil davomlashtirsam, undan keyin xalqimizmi ko'rgandan keyin yaxshi qilsam, qo'lla, yaxshi qilolmasam menikini kuzatib o'tirib, manik mayak ketkizib qo'yapti, undan mening davom men chiqsam bo'lgandek deb. Chunki u bir yangidan bir ideya bilan yangi bir metodlar o'tirib chiqib qolsa, sachib qolaman deb uni o'yladim-da. Masalan, ashta davomlashtirib hech kim chiqmadi, bugun erta men bir necha kun bo'lib ketdi. Ilgari ortish bo'ra o'g'li chiqqan, o'zining ota-onasi izdirgan qilib. Yurishkin nima chiqdi? Abdurim Faraj chiqdi. Ana Rossiya yana bir qizi bola chiqdi. Buni qarab, meni qilayotgan ishlarim ozroq o'ynim ko'rinibdi. Şu qarindoshlarimiz rahmat aytamiz. Rahmat qarindoshlarimiz ashma hamda bir amaliy xizmatdan qo'llaganlikda hamda. Hozir bugun ertamasdan hozir meni bir Ispaniyalik va o'z ziyorat qilaman degilik. Hozir vaqt bo'lmadi-da. Masalan, Janovaga boraman deb qolib qoldim. Janovadan qaytib kelsam men, agar u kiloda maxsus kamera bilan qilib men bir necha xil taqdiman degilik hamda. Onun planlarini qilamiz-da. U vaqtida men odam lozim. Kim lozim? Ota-onasi Xitoydan turmusida. Mana resmishlar ko'tarib, mening dadam, mening opam, munda vaqt kirib ketgan izdirgi yo'q, ash gapni deb nim qipiraliga adam bo'lib qolsa bilan aloqalashsa, uni Uyg'urning deb Uyg'ur anglatiga aşkı men kelmayman. Uni qilayotganlik jiqqo hamda. Shunga men Uyg'urning debni chet ellik anglataman. Chet ellik hissasini qo'zg'ab, men qilgan bir ishim bor. O'tgan depada ma'laqi Falastinning haqqon davosini qo'llab 3 yilning yo'q Amsterdam dam maydonida Falastinning mustaqillik uchun bayroqlar bildirgan elgan to'g'risi yozdim-va, ham so'zildim-va. Bu odamniki ruh menga ta'sir qildi. Ovo bizning Alloh rizoligi uchun deb bir ishni qilamiz. Qarshi tarafda ozroq manfaat ko'rmasak, bizning ko'mak qilib qolsak, lekin ishimiz g'o'diraymiz, tillaymiz hamda.
Aş adam jiqqarab baktım. Bir Palestinlik ya bir Arapga bir piyoz suv akib bermidi, ya bir choy akib bermidi, ya bir non akib bermidi. Qarasam o'zi Suriya xalqi elib olgan shu nonni yeb, suyib ichib ketdi hamda. Turib biz Alloh rizoligi uchun deb bakkaligi nishonimizni Allohga bog'lab, voy Alloh rozi bo'lsin, voy Alloh yordamchimiz bo'lsin deydi ekanmiz. Mavo musulmon emasga ayna, men arab ekan debdi ekanman. U nimaning rizoligi uchun qildi ekan? Shu narsa hozir men kallamda İnsan. izlayapman-da. Bu kimning rizoligi uchun qildi deb sen musulmon deb so'rasam musulmon emas deydi. Nima Falastin qo'lida desam inson to'sa deydi hamda. İnsanlık men qildim birinchi debdi. Uyg'ur inson bo'lsa, Uyg'urni kim taniydi deydi. Mana ko'y deb uni qilsa, u hozir diqqatini tortqilik narsa. Sen bu ishda davomlashdi, aman bir odam chiqdi deydi. Men izchil mansam, chuqur bir kun goldan ekan bir tapaman, Uyg'ur davosini goldan qo'l orqali qildigan yangi bir sayfini bir ochaman deb buni ishonchim bor mening. Allah razı olsun. Bu Müşkipanlı Parta bir gapni aytib qo'ysam, Ümit Musabayev Avstraliyadagi o'qituvchimiz mush fikrini dedi. Bu da'vo chet ellikning qo'li o'tgandan keyin, yani Uyg'ur davosini qildigan bir turkum chet elliklar o'tirg'i chiqqandan keyin mana mush qilayotgan xizmatimizning natijasi bo'lgan bo'ldi deb masalan o'tgan qitim degan. Ya'ni boshqa millatlar qilibdi bu ishni-ku. Masalan, falastinliklarniki shu nurg'un davlatda Falastinning davosini qildigan nurg'un chet elliklar bor ekan va Tibetlar. Bu to'g'riliq to'xtalamsizlar Tibetlar? Men to'xtalmayman, ana hozir men to'xtalay desam bunimsida bir bu izlayapman-ku. Lekin hozir to'r dunyosi deb qo'ygan qarindoshlar meni qo'llaydigan, menga jet azroq bir yana bir yangilikni borliq keltiraylik degan qarindoshlar bo'lib qolib qolsa, men endi haftada dushanbadan jumaga ishlayman. Faqat bu kompyuterning oldida o'tirib bir narsa ko'radigan vaqtim yo'q. Ertagan soat 6:30 uydan chiqib kelsam, kech soat 6da uyga kelaman. Uyga tomog'imni yeb, uni buni qilib qo'yib, vijdon kashfigan ertaga ish qilmasam bo'lmaydi, sham yashagim namoz qilmasam bo'lmaydi. Mening diqqatimni tortayotgan narsa ash falastinliklarni qo'llagan yerliklar qo'llayotgan o'xshash Tibetlarni qo'llayotdi hamda. Burun biz deydik, voy biz musulmon bo'lganligimiz dunyo bizni qo'llamaydi, uni qilmaydi, buni qilmaydi deb o fikr qilgan butun yurib chiqib ketdi meniki. Unda was avo falastinlikni ashundan men o'zim so'rdim. Nimadan bog'o? Videoda naqmaydan qildim men. Hozir bu sen musulmonsan, musulmon emas debdi, butun dunyo musulmonni hozir terrorist deyotgan mezgilda bu dunyoning siyosiy atmosferasida musulmonni shu qadar razil ko'rsatgan, shu qadar terrorist ko'rsatgan bir odamni sen o'zi dinsiz ekanda u. Yani o'zining dinining qarshiligi hamda. Yani Allohni bir inkor qiladi, qanday uningga yordam qilib qoldi. Mesela hayotimda deydi yani. Hozir 60 yosh kirdim deydi. 100 yosh kirsammi, yani qayt tug'ilsam men Falastin uchun xizmat qilaman. U inson to'sa, ular kelayotgan zulm deydi-da. Bugun men bir narsa resim tayyorlab qo'laman deyman. Ashyoda ash Falastinlik, Falastinning animaligi gollandiylik, ateist yani dinsiz odamda insonshunos. U Falastinning bayrog'ini ko'tarib, mishada namoyish qilayotganda shuningdek 20 metr nerisida yana bir gollandiyalik Isroilni qo'llab, Isroilning bayrog'ini kiygilik aş muşlar rozuk bir tutup oturdu, muşlar qilib ashninkini. Bu to'g'ri yozgan yozman bor taxi. Bugun bir narsa nima qilmadim. Demak, ikkiz gollandiyalik. O Falastinni qo'llayotgan Isroil Amerika qarshi. O Falastin Isroil bayrog'ini kiyib, Falastin qarshi to'g'ini un terrorist dedi-da. Bir qatimga beni urut mushilan, gollandiydi. Urush bitgan saqchi kelib, Isroillikni 3 oy qamoq qapti uni. İsraillikni 3 oy qamoq qapti. Bu gap ani bir musabti. Sen bu terroristni qo'lladi deb mushlan birini qo'yapti-ki, yashanagan odam ekanda. Shuna bilan ana keyin bu turni yetib gollandiyalik shu yerda adolat turibdi-da. Ana keyin bu dedi jazo qo'ydi, uni dedi doktor pulim tuli deydi. Isbotim bormi desam, bor deb sotdan chiqarib hukm borki, uni resim tortib oldim. Uni ko'rib teqidimmi? Biz unda qas bir ishimiz xato qilib tutdik-da. Yo tashviqani to'g'ri qilolmadik biz. Ya bo'lmasa kallamiz xato tushunchi va xato tushunchi tashviqotni to'g'ri qilolmadik emas, tashviqot qilmadik. Tashviqotni qilmadik desak, tashkilotning ishini rad qilayotgan bo'lamiz. Bugungacha bir tashkilotni tashviqot desam, hech kim qilmadi, men chiqib qildim deganda ko'p qolib qolaman. Ya haqni e'tirof qilaman. Qurultayli qilyapti, sargardon boshqa yarlik tashkilot gollandiylikmi ma'rif jamiyat qilyapti. Hamma qilyapti. Tashviqot 1 yil bo'ldi. Allohning rahmati bilan. Men biz ma tashviqot sohasida ishlatamiz, shuning uchun buni deb qo'ymasa qolmaydi. Yo'q, haqiqatni qilyapti-da, shu Uyg'urga qilyapsizlar-da. Boshqa men dedim, o'zim yangi chiqqan metod Uyg'urga. Demakki, shu chet ellikka tashviqotni kim qildi demak.
Qilmadi endi uni qilmadi haqnanqa xizmatini yo'q Endi qildik demakchi. Endi qildik. Ya qilmagan narsani qildik desak mana bo'lmaydi. Mo yapqan bo'lmaymiz. inkor qilmayman. Chet ellikki tashviqotni tashkilotlar lobbichilikni qildi, siyosiy faoliyatlarni qildi. Masalan, BDT. Yerli xalqlarni qilib qolgan. Yerlik xalqqa biz qachon, kim, qaysi tashkilot yerlik xalqqa tutib ko'z ko'ringidek tashviq qilmadik-ki. Shuningga Endi bugungi zamonda inshaalloh Allohning rahmati bilan sizlardek qarindoshlar chiqib qilyapti. So'zimni ayg'onda. endi shuningdan o'rnak oldim. Aniki yana birisiga falung'uvchilarniki videosi taqatmışdimi? Komputer sabit kabi so'zlab taqatdi. Falung'uvchilardanmi ulardagi ruhmi meni ta'sirlandi dedi. Ular kimning rizolik uchun qildiki? To'g'ri. Men naq shu narsa meni shu o'yga soladigan texnik ko'p kitob ko'rishga, texnik Gollandiya jamiyatininki qizishqa, Gollandiyaliklarniki ma'naviyatini qizishqa meni shu narsa turtki bo'layotdi. Nima uchun bu gapni deyman desa? Bu Allah rizoligi deb da'vo qilibchu, amaliyotda bu yolg'onchi-chu bu. Shu Allohning bunda desak, hamda bizning diniy sabablardan bilan tilab ketish mumkin. Meni shu bilan yozgan yozman borda asli. Men nima aloq masalaga deylik. Uyg'ur falung'uvchilardan Uyg'ur tashkilotchilariga nazar to'g'risida yozay degan xat tilab ketib qolmasin deb yozmadim. Lekin bu kallamamiz ham nimishqa deganda tilab to'xtab qolamiz. Chiq bizning chatdan hech qanday bir adab etiganda kashkish namoyish qilib kullab o'tiraqadan ko'rib baxmadi shundami ya? Falung'uvchi etiga keldi, daxyar o'tdasa kashkish o'tirdi, bir suv ichida boshqa ko'rib baxmadi. Ashta o'tirib kelib jim o'tirdi. Jimjit o'tirdi. Uning keyin Gollandiyalikka o'lmishdi. O'tirib hujumni qildi. Ana fidokorligini ko'rdik ular. Fidokorligini ko'rdik ekan. Shuning bular izchil bir ish qilib berganlarni Gollandiyalikman buningda umidvor edi ekanda. Shuning men izchil davomlashtirib bersam, cho'qim bir kun olmaz bir kun. Haftada qancha kun o'tirdik shular? Shanba kuni ertaga ya shanba kuni keldi ular. Shanba. Arabda men necha yil oldi davomlashyapti. Davomlashyapti-da. Necha yil bo'ldi men bunu ko'rib turibman. Boshnikida ham necha Gollandiyalik keldi. Nima uchun necha yillik bu namoyishni bizning tashkilotlar bugungacha o'rganmadi? Onu oxumadım ben ona kadar otlasa teşkilatını sorsam oldu mesela ular kadar paranlaşsam oldu ben ne iş var desanglar da ona vakit onu desem bunda içimdeki samimiy so'zlaringlarni deb qo'yishim kerak mesela. Ben dedim qo'y şunu chunki qizdirib tekshirdim men. Qaranglar. Bundan keyin mushu bizni itib bo'ynimizni besib ishtiradigan odam chiqdi. Chiqmaslik uchun biz bu yerda uning nimasini deb qo'yishimiz lozim. Sen qilmading, biz qildik, endi bizni to'sma endi. Yo, endi bir yerga chiqib, endi bir tashqi bir ay bular bo'lmaydi, haqni kelib, sen onu qilmabsan, sen onu qilmabsan, men onu qildim, onu qildim desam, bu bütün narsani minnat qilib, meni hozir minnat yo'q qilayotgan bo'lim u narsani ikkidan. Shunga meni haq qo'llamam, undan parvoyim bilak. Buddist. Falung'uvchilar o kimning rizoligi uchun qiladi? Dinsiz Falastin qo'yib o kimning rizoligi uchun qiladi demsa, bu narsa men o'yga solayotgan narsa bu. Bu Allah rizoligi uchun qilaman deyotganlar kim nima qilyapti? Biz shu duo qilamiz, yo Janob Alloh shu bizni Sharq Turkiston Xitoy tajovuzini zulmidan qutqizib qo'ysang, shu zulmni ko'taraversan deb hammani Allohga tashlab beramiz, amaliy harakat etmaymiz-da hamda. Asli dinimiz eng avval amaliy harakat etishni tashabbus qiladi, sabab qilib, sabab qilmaylar duoga tushib ketamiz hamda. Bundan so'ng mana haqiqatni nimasidan qilmay hamda. Yani Allah rizoligi uchun qilamiz deyotganlar bir harakatga shu falung'ungchilik va shu nimachildek, Tibetchilik yoki shu Falastinni qo'llayotgan Isroillikdek bir o'tgan bo'lsa edi. Bu Allah rizoligi bu gerçek yani haqiqiy bo'ladi. Shunga gapim nuqta qolib qoldi. Men so'ragan o'sha qarindoshlarim deydigan ham til yaxshi, masalan ingliz tili boshqa til yaxshi qarindoshlar qolib qolsa, o'sha Tibet davosiga bir nazar tashlab 5 yildan tortib bir tekshirib boqsam deyman-da. Tibetlar bizning dushmanimiz o'pma o'xshash. Burunchi qarindoshlar ya Tibet degan musulmon bo'lmagan dunyoni qo'lish qilishdi. Biz musulmon qo'lish qilishamiz u bu degan bananchi topadi ekanmizda, unda banana kalam chiqirib deyaptim hozir. Dedim-ku, amalimiz ko'rdim-da hamda. Ko'rgandan oyog'i men izlansam birim chiqir ekanman, qila olar ekanman dedim. O bütün uçunu ko'rib bo'lmaydi ekan. Qarindoshlar ko'rsa Tibetlarnikini so'zlab bersa ish bo'lmasa, ashlarni uni ko'rib, buni ko'rib men ashning xos bir yo'ldan birini topaman deb turyapman hamda. Chunki bu mening kasbim bilan munosabatlikda hamda. Yani bütün dünyadaki qarindoshlarga mushu shaxsiy qilayotgan yolg'iz kishilik deylik. Yolg'iz kishilik qilayotgan namoyish to'g'risida bir chaqiriqlar bor. Bu hamma qarindoshlar degan asli PowerPoint tayyorlab kelib tayyorlasa pek yaxshi bo'ladi-da, ko'zga nurg'un rasmlar bo'lardi. O'tganda
Palestinni qo'llagan gollarning so'zildimda shu maykisini kiyibyapti-da, bu yerda Palestindan hech qanday narsa sotib olmanglar debchi. Ashning o'zi bir yaxshi tashviqot emasmi? Palestinda. Yani öyle hatta İsrail'lerin neslini sete olmanlar depçi. Agar bütün İsrail'in mallarının tizimligi var. Kegi adam şunu tutquz dikende hem de. İsrail'yerniki Palestin qanday zulm qilgan bütün resimler bu nesliniki. Aşına qarab ta'sirlendi. Onda bizchi hozir bütün dünya Uyg'urlar mesela o'tgan men o'zim Sharq Turkiston jazolagir taqolsin Uyg'urlar Sharq Turk mustaqillik degan narsani yasatdi uni. Gollandiyaniki estetik san'at nemisi bo'yicha nasniki. Yani onu nurg'a adamlar voy anda qilamiz, manda qilamiz deb suhbatda Ahmadjon suhbat qilgan vaqtida bir adam chiqmadi. Mesela ashni men oldi oqisni 10 yevroga besib berdim. Maykni o'zim oldim, o'zim 2 tal qildim. Har qatim kiyib yurayman u narsani. Oshni kiyibsaqning o'zimi hech kim mana sen kiyibyapsan demaydik bu narsanikini. Kiyib marketga kirib bir narsa olsa, qo'shilib bo'lsa, hammadan ko'rdi ekanda narsanikini. Concentration campni ko'rdi xalq. Oshin bir tashviqot endi. Eng aqalli hech qanday namoyish qilinmaydi, hech chiqolmagan shuni kiyibolsin bu emas maslanga. Ish bo'lmasa Uyg'ur mustaqillik, ish bo'lmasa Xitoy tajovuz, Xitoy zulmaslik Uyg'urlar mustaqillik degandekchi aynan bir Michaelni nima qolsa shuni kiyibosmi, ashning o'zim bir tashviq bo'ldi ekanchi bu. Masalan hozir men qo'llaydigan adam o'qib qolsa, ash Amsterdamga mesela 30-40 adam kelsa, hammasi o'xshash Michael kiyib, damni men shu emas Amsterdam cho'g'ilib sayat rayoni. 30 Uyg'ur kelib ashad o'xshash kiyim kiyib men paqson, jiqadan diqqatni tortib bu narsalarnikini. Yani onda qilinglar desa, chiqadigan adam bo'lmasa qanday qilamiz bu narsa onunga. Yani xalqqa qop bo'lsam bo'lmaydi-da. Xalq ishlaymiz, uni qilamiz buni. Eng oddiysi shu. Men ballig'im da'vatman, boshqalik qilmasam ham maykani ekkel dedim. Men 10 yevro ko'rdim oldi, oqisiga bostirib beray ranglik. Bayroq va Sharq Turkiston jazolagir taqolsin, Sharq Turkiston mustaqillik. Ashni oldi, oqisiga besib berishi 10 yevro. Maykini o'zi qanday mayk ekansiz bo'ladi. Siz voy qilamiz deb nochadam dedi, qilmadan u narsani qilmiz haqni nima deyman unga. Masalan, eng oddiysi dedim, eng oddiy hech kim qilolmaykin degan adam hozir yoz kun kelib qolib bu yil gollarda shunda ovoz chiqdi mana. Sizni qo'llaymiz deyotgan mushtan masalalarda qo'llasa yaxshi bo'ladi. Ashta qo'llasa u pul manqanmaydi. Yuzi bosib 10 yevro bostirolmaydi. Narsa yuzi bostirsin mayli men rasmni beraman u narsani, bermayman emas. Siz uni qilmadan uni nima deymiz endi. Masalan, Ümit Musabayev bir narsa shu strategiya darsida shu yoshlarninki poyezdlarga chiqish, yerlik milliy kiyim kiyib chiqib, poyezdlarda boshqalar ko'rinishining o'zimi bir inqilob va ular bilan paranglashish degandek mustaq strategiyaning ishi ekanda, bu shunga o'xshagan. To'g'ri, masalan, Urushan Abbos xonim Amerikada bir qadam bir ovozni boshlab butun hamma Uyg'urlarni shunaqa bayroqning rangida sharp bilan nima qilib namoyish qildi. Ajoyib yaxshi bo'ldi. Shunday ham nurg'un kerak. Gezdi Instagramda ko'rib o'tirdim-da. Oshni ko'rib ajoyib xush bo'ldim-da. Biz hamma narsa birlik keltirsak bo'ldi ekan deb Urushan Abbosga bir xil hurmatim keldi. Men ayolni biroz yaxshi tafakkur qilib qo'yapti dedim. Uni o'tgani qarasam bir to'rda İlham To'xtning resmi ko'tarib, shlyapida yerda ko'k bayroqning resmi bor, tug'an narsa menga ilhom keldi-da, ashna narsani. Men ko'rgan ilhom olaman. Mana haq biz nima ish qilolmaymiz. Mesela Urushan Abbos xonim kelganda ashni kiyib qaqlar. Ko'chada mangsa hamma Uyg'ur mangsa o'xshash bir kunda deylar masalan. Dunyoning hamma yerida. Diqqat chekadigan gap, diqqat tortadigan gap. Men gollardan chiqmasa so'rashma. Paranglashma bilan desam bo'larmi deydi. Sizlar o'xshash bir narsada deydi-da. Xalqni jalb qiladigan faoliyat qilinglar. Masalan, sen mushkon ekan kiyibsa, bütün gollar Uyg'urlik kiyib olsa, bütün dunyo Uyg'urlik kelib o'xshash bir kunda ko'chaga chiqinglar deydi-da. Yani onu desak hech kim anglatamaymiz bu gapni. Yani mening bir ishdan biroz ichim pushidi. Masalan, hozir Yevropada hamda bu yerda namoyishlar bo'lib o'tadi. Masalan, Gollandiyadan chiqdim. Yoshlarni bir ishlarni qilib o'zimizga bir xizmatni qilamiz deydi. Turkiyada nima uchun yolg'iz kichik namoyish bo'ladi? Yoki xizmat, yani Turkiyada qarindoshlarimizga ulgu bo'lsin deb da'vatman. O'tgan yil dedim, Falastinni qo'llagan Gollandiyaning maykisini so'zlab tushundirdim dedim. Voy nasnikini. Eng oddiysi shu. Bir qarindoshimiz yozda turib shunaqam dedim. Biz bu yer Turkiya ruxsat qilmaydi ekan debdi. Sharq Turkiston mustaqillik, Sharq jazolagir taqolsin degan maykini kiyib bostirib Turkiyada yursa, bir sulab qo'yaman. Men sulab qo'ymas. Sulab qo'yma, nima sulab qo'ydim? Mayki o'zining ixtiyoriga u narsanikini. Hamma Uyg'ur kiyib olsa shu narsanikini. Masalan, butun to'rda deyishib, har juma kuni biz jumaga borgan vaqtimizda Sharq Turkiston mustaqillik
Xitoy ishg'oli sharq turi jazolarga taqolsin degan maygan hamma Uyg'ur kelib jumaga vosib shu texnik odam diqqat tatmanda. Hammadan sharp kelib nima qilib qolsa shu masalan deylik-a. Uni hukumatmi sen mana kelvasan bo'lmaydi demaydi. U narsniki. Qila olaydi-ki u narsalarniki. Men oddiy narsa. Turkiya hukumati bizningki Turkiyada jonli xizmat qilishimizni qo'llaydi aslında. Bizni bak cho'ng xizmat qilsin deydi Turkiya hukumati shu ichida. Siyosatni men bilmayman bu narsani. Uning kirmay o'zimizning kunlik nimasi kerak? Ya bu bir xalqimizga belgi beryapmiz. Bu yerga masinib kiranglar, nimada o'tiranglar, o'rindiqda o'tiranglar, mataskiga qaranglar, ma'ni qilinglar demaymiz biz. Bu ishkiron xalqimizga bir narsa o'rgatamiz. Ya'ni Turkiyada qarindoshlar agar qo'ldan kelsa, siz degandek hozirgidek planlarni qilishi lozim. To'g'rimi? Chunki Yevropada hozir inshaalloh bir uyg'unish bor. Hem qarindoshlarimiz deyapti, siyosiy harakatni Yevropa buningki jiddiy bir pallakka chiqishi mumkin inshaalloh. Atogin her yerdan bir siyosiy harakatlar chiqishi mumkin. Ammo Turkiya masalasida inshaalloh Turkiya qarindoshlarimizni bir olg'a qarab menishini tashkilotli xizmat qilyapti, cho'nglar xizmat qilyapti. Ammo Turkiyada shaxslar. Hozir bugungi programmamizning asosiy nimasi shaxs. Sizlar yolg'iz kishilik namoyish qilyapsizlar. Turkiyada bir yolg'iz kishi Turkiyada nima ish qila oladi degan narsani xalqimizga deb bersak, o vaqtida biz degandek eng yaxshisi Turkiyadan bilgandan keyin Sharq Turkiston mustaqillik, Sharq jazolarga taqolsin. Hozir bizning qila oladigan men birinchi ishim tashviqotga kirdim. Bir amal qilib jazolarga taqash uchun buning butun kuchini harakat ko'taryapman. Patiyaqani qilgan yana bir ishim bor. Bu meniki qildim. Endi vatan ozod qilib beraman. Voy men Sharqni ozod qilaman deb poni yo'g'ini etib o'tirib chiqqim yo'q. Meniki uni tashkilotlar qilyapti, siyosiy tashkilotlar. Men tashviqotni qilyapman. Faqat kam qolgan yerlarda o'zimga xos bir metodda o'tirib chiqdimmi, shu metodimni taraqqiy qildirib manaman mening ishimning hammasi chet ellik bilan. Uyg'urga tashviq qiladigan, Uyg'urning qilgan ishni qilayotganlar bor. Uning talashmam shu qarindoshlarimiz qilyapti, yaxshi ketyapti-da. Hamda boshqa Uyg'urlarning o'zi turayotgan davlatlarda bo'lsa, men o'xshash materialni men evatib beraman. Nima qilish kerak, tajribamni so'zlab beray, o'zi turish davlatlarda men o'xshash yolg'iz kishilik bo'lsa to'p. Bo'lmagan yolg'iz kishilik ayında bir harakat ko'tab, yerli xalqlarning istoshini qo'zg'aydigan ishlarni qilsa demoqchida. Chuqum chiqdi. Hamma davlatda bor, ayında o davlat bu davlatdan zulm uchragan qo'llaydiganlar. Nima uchun Uyg'urga yo'q degan nima o'zimizni so'rasak qoldi-chu. Shunday. Alloh rozi bo'lsin. Ya'ni bugungi bizningki asosiy temamiz shu yoshlarningki vazifasi va boshlamchilik roli degan bu bir cho'ng tema aslında. Ammo bugün bu yoshlarning ichidagi biz ko'z ko'ringan shaxslarımızdan biri Abdurahimjon G'ani efendim bilan bu yerda o'tirib qarindoshlar bilan paranglashayotimiz. Qarindoshimizni qo'llashni xohlagan, so'zi bo'lgan, ko'ngilda so'zi bo'lgan, savoli bor bo'lgan, yoki maoshni qilib boqsak qanday bo'ladi deb maslahat so'ramoqchi bo'lgan qarindoshlar ekrandagi nomer orqali bizga naq maydonga WhatsAppdan telefon qilsa bo'ladi inshaalloh. Ya'ni yolg'iz kishilik xizmat qanday bo'ladi buni ichib bermoqchi va bu yerda bir vosita endi namoyish qilyapsizlar. Amsterdamda chet ellik tanishtiryapsizlar. Ammo asli cho'ng tema bir odam o'zi yolg'iz Sharq Turkiston uchun, Sharq Turkistondagi shu ezilgan xalq uchun nima ish qilib beradi? Bu muhim. Bu masala. Endi ya'ni sizlar bu yolg'iz kishilik namoyish qilish jarayonida qiyinchilik uchirdim. Endi bu qiyinchilik nima deganda aşağı bana turuş bergen ballarımı, ayollarımı keldi, erlerimi keldi, köyde qarindoshlar, Amsterdam Şamal bek çıkıdı kendi hem de. Elak nersem tuluşurup gitti, 4 dal neyim barımız, tahtay. Man yürüsem, ma uçup gidivatkan, man yürüsem, a uçup gidivatkan, gay vaxtlar çörmüşler, turmen de hem de. Ben çetelekli keldi, yürüyüş burudu, bildi oturup gitti, senden başka Uygur yok mu dedi, adam yok mu, bu ballan dedi. Yani dedim, bağ deyim, demiş bunu çıkmaydı geldi var. Yatayımız aldırışkense saldıraş emesmi deydi. Ya ben işleyemem. Da bunu çıkmayı da koymam deyim de. Aynen Nurgun soğan soraydı. Aş köyge kardeşlerimiz var, ahır bulmay. İkisi şamaşkanında cüklü çıkanmasın deyip otursalar bir ders koydum de onu. Onu koysam Palestinlikler sana bayrağını yağısan gelip kat bayrağını ikiz kılsan yakıştı. Bütün kalkın dıkkında sen de makul deyip məxsil bayraq ikiz qıldığan, belastığan nəsini bizini qılıb bir qardaşımız ekep bədi o nəsini kenəsi aldırışkaz mən qıb bu nəsini səv üçün. O 80 kilometr ep yaptı. Rahmet aş qardaşım şunda yaxşı qıb ekepdiken onu tiklep qoyğan günə onu yamancı quşurub getdi də şamal. Quşurub o gün ona sunup getdi. Turub bitirib üzəm açığım keldi də. Elq nima emas,
birini yürüsem bir tushib ketadi. Uni qilib bo'lsam marketda uni Yanımda latva, hech kim hech kim yo'q. Endi latva uni imzo qo'ydirsam texi haqqa. Xat yozmiz texi. Haq so'rat uni javob berib uchib ketayotgan. Oshunda tursam qanday bo'ldi ish qarinishimiz kelibdi-da, endi ismini demay. Shular kelibdi, xuddi biz evatgandeklar, Alloh evatgandek keldi-da, kelib turib, ya biz bu yerda turish belgisini barib kelgan to'xtab, kelib sizlar turish birildi, birda bizga keldi, tomoq ko'tarib kelibdi. Sizlar tomoqni biz qilaylik boshida. Shunda xo'sh bo'ldimda, rasmiy ko'zim yig'i keldi-da. Ya Alloh, qayda qilamiz? 5-qatdan boshqa qarinishimiz keldi-da, u birda nima qilib tamomlayib oldi. Ani o'tirib asha imzo to'pladik, qo'l kirib masalaning ishini rasmiy yaxshi ekan, buni ikimiz vaqtimiz qilib chiqamiz deb kesatda 8 gacha bilib turdik-da. O'tgan imzo haqlagan nurg'un narsa xat yozg'izib oldim-da, shunda qo'shib oldim ham. Endi hozir u narsa menimcha sunuqda bizga ben o'ngshab bermadi o narsanikini. Ashunda qanday shu oxiri bu bo'lmaydi ekan deb falastinliknikidan örnek aldım. Ularning tashviqot ajoyib sistemlik, ajoyib mukammal ekanda. Men bu ashlarning o'rnaklab Uyg'urning tashviqot narsani bir sistemlik shakiraman. Yolg'iz qilish uchun men bundaylik joz yasasam, yana shamol uchib ketdi deb sunib ketayotgan, yaga Falastindek yaga yoy deb uni planini qilyapman-da. Shuning bu qilingda men yordamchilar qarindosh topib qolsa, material lozim menga. İkincide menda bir narsa loyihalardan qarindoshlar lozim. Uchinchisi bilimli odamlar lozim menga. Bir narsa yaxshi tasavvur qila oladigan, tafakkur qila oladigan, buning Uyg'urning tarixi kirdi, urf-odat kirdi, madaniyati kirdi, zulmi kirdi. Va bizning madaniyatlarimizdan gollandiliklar ma'naviy zo'q olgan bilan 5imiz kelgan kulfatda bugun qirg'inchilik qilib, chet elliklarga instashni qo'zg'ay olamiz-da men. Manda bir sistema ekildiganga, uning planlarini Facebook chiqarib qo'ydim men. Tashviqotda yordam so'rayman deb. Uning ba'zi qarindoshlarimiz izlab buni qilish birimiz deb bunga tutish qilyapmiz hozir. Lekin texnik jiq odamlarniki qo'llash ehtiyojim bor. Bir qo'llash quruq qo'llash emas, bilimi bo'lsa bilimini chiqarsin, tasavvur bo'lsa tasavvurini chiqarsin, loyiha bo'lsa loyihasini o'tirib qo'ysin. Hech bo'lmasa ashuni kuzatib, yozib qo'ygan xatolik bormi yo'qmi, masalan bir narsani necha ko'p print chiqarib bo'lsam, uni besib chiqarib. Ikkita xato chiqib qolsa, o'sha yana qayta qilishim kerak-da bu narsanikini. Ko'pdan aqli ko'p deb men diqqat qilmagan, yana bir diqqat qildi. U diqqat qilgan, yana bir diqqat qildi. Ashuna qilib bilim va qarindoshlarimiz bu tarix, jo'g'rafiya, siyosat, ana ekan shunday nimalar qarindoshlar bo'lib qolsa, izdisa, mana shunday narsalarni biz hamkorlashib, shu tashviqot ishini bir sistemning ishiga kirmayman deyapman-da endi. Xalqaro saviyalik tashviqotni bir qilib olsa, ashuni ko'rgan chet ellik Uyg'urning hammasini tushunaydi, Uyg'urning kartasini bilalaydi ana qarab. Buni İnşallah eğer chet elliklarning Uyg'urlar masalasida teşviqat qiladigan bo'lsa, her zaman mavjud bu yerga kelib, ya'ni ularning tillar qilib yana chet ellikka televiziyamiz orqali taqasak bo'ladi inshaalloh. Bo'ladi aziz qarindoshlar, vaqtmi o'tayotdi. Abdirimjonni u hozir deyilgan gaplarda qo'llaydigan qarindoshlar bo'lib qolsa, naq maydonga telefon qilsanglar yoki o'ziga ayrim yozsanglar ham bo'ladi. Alloh hammadan rozi bo'lsin. Men yana bir narsani so'rasam, yana bu sizning hozir yolg'iz kishilik namoyish xizmati bilan sizning o'zingizning qilayotgan xizmatga bir bog'lanish bormi yoki sizlar qanday bir xizmat qilyapsizlar bu to'g'ri qarasa? Endi men hozir tuproq tadqiqot markazidagi tuproq analizchisi-da. Bizning kunda qiladigan ishim 3 yilda qiladi deb qoldi. Tuproqni to'pa deylar endi hammadan tushunishga to'pa. Ay to'pining ichida nima ish qilib ba'zi to'pada tuproqlarda binas o'sidi, ba'zida o'smaydi. Buning o'smasinin sababi nima? Deb ash tadqiqotni qilganlikda endi. Shuni tajribasini qilamiz biz. Xudoning quchqini dunyoning hamma davlatlarimizga to'p keladi. Yuqorisi 5 kilodan töveni 500 gramgacha. Ash to'pini analiz qilib 15 xil analiz usuli bor-da bizning qo'limizda hozir. Eng ilg'or texnikalar. Shu tadqiqotni qilib, endi bizningki ashningki tadqiqot markazining qurg'uvchisi 25 million mablag' solib 3,5 yil tadqiq qilib bir narsa tadqiq chiqdi. Bu narsada smart telefon bo'lsa, dunyoning xohlagan yerda bizning tadqiqot markazi tadqiq chiqqan bir tuproq analiz qilish asbobi shuni shunday olib bosgandan keyin tuproqni 5 minutda skan qilib bo'ladi. 30 sekundda bizga yo'llandi narsa. Yarim soat ichida ana keyin bizning mutaxassislar o tuproqning tarkibida nima bor, nima yo'q. Bu tuproqqa bug'doymi yo qunaq maskelamdi yo shoqlig'imi yoki yana binasigimi. Unda qas bu tuproqqa manda o'g'it kamchil. Manda degandekda endi
Күнде біздің қылған işimiz şu atom molekula ion zarechalik, aynı көзден көңіл olmaydigan tasarrufdan qilgan narsalarning ichida ham hayotımızda. Endi Yani şu narsa bo'lib qolsa, Sharq Turkistonda bir Uyg'ur shu narsani Sharq Turkistondagi yerga tiqsa, misol 30 sekunddan keyin bu tuproqda nima bor, nima yo'q, nima terisi yaxshi va nima ishlasa bo'ladi degandek shu tuproq foydalanishga mo'ljallangan bo'lgan butun narsani tadqiq qilib chiqaradi. Bütün data ambarını kurdukça yazılık küçük ambarçı bu nesne. Şu aşka Şarkı Türkistan bir azat toplu ertegenlikke ben bizim tecrübe tadqiqatımızda bir vatanni qurumizda. Bizning vatanning mı o'tchib unmagan ashyolarga o'tchib o'ndirmiz. Chunki hozir bizning qilayotgan ishlarimiz nimizning ko'pinchisi Afrikanikida ashyolarga qulab o'stirib baqa bo'ldimi? Bu tuproq chiqmasa bu yerga chiqsak shu yil bo'ldi narsanikini. Ya masalan ashyoda masalan bir Hollandalik Ya. O Xitoylar aloqa yo'q bizning Hindistoncha hozir. Boshqa davlatlar bilan bor. Lekin Afrikaninki shu tuproqlarda qo'noq bug'doy o'stirib bo'ldi hozir. Shu Afrikadan kelgan tuproqlar qarasak, mistek sop sariq nimada shu misning rangli tuproqlar. Qumli keladi, to'g'ida qumli milas o'ynaydigan deydi. Piyoz o'ynaydi u yerda qumda. Aşağı ko'rib ko'rdik. Mushqaga to'q uqtimay to'pini arashtirib tadqiq qilib oxir ash tadqiq chiqibdi. Shundan qaraganda qanda binasini to'qitma izini bersa bir yerga ma'mul bir kun bir narsa chiqar ekan bu keraksiz bir narsa yo'q ekan dunyo keraksiz narsa yo'q ekan degan kallam shu tushuncha kelgandan yog'i Uyg'ur davosi ashunda bir nuqtaga kirib qo'ydi. Namoyish nari qilsam bo'lar, qanday qilsam bo'lar deb ashsa azroq keskin moslashtirib u yerga kirib, bu yerga kirib, uni bilan paranglashib, buni bilan paranglashib, agar ashnasini tep chiqdim o'zimga deb mush bo'g'ida deb. Ya da bunu kendi kılgan işte var hem de bu destek kadem basmışın ikincisi hem de. Yani asla yani başka planlar var. Allah razı olsun. Hizmetin oңuшлuk olsun. Mesela kardeşimiz yazıptı birazdan aldı da bu yaşlarının vazifesi doğruluk toxtalmamızlar deb. Hem de bu biraz çoğun bir mesela şundan olsun mu? Yalnız kişilik vazife doğrusu toxtalaydı. Yani biz bütün milletken anda qılay, anda qılay demisek bir yalnız bir insan. Yani bro ben malakı üç kollarını işlemesinden aldı da hakkı tol nesini tavsiye kılattım da. Anda qılmamdı, manda olar oylap baksam üzem qılmaydigan nersini hemmini alakı hakkı nima qılız ekan menda. Muş gollarını işlegenning yağı nurgun nersini özgertip etdim. Meselen en addi bir misal netbiray. Biz köpünçilik her çıksa bir kahve içimiz aşağıda şunda kahve aparatı kahve tükkan bo'lgan bo'lsa biz en çok boshqa ashni oldik yapgan niyat açıp qalqamasa yüzü qilib yüzü tozalab kahveni o'zi qo'shib qildi debdi. Bizning maoshimiz bir vaqt qoladi. Uniki men qilib beraysam unmaydi. Yani hammadan o'zi mustaqil ishini o'zi qiladi ekan bu birinchisi. Ikkinchisi bular insonning qiymatini bilib kim nima ish qila oladiganligini bularning maxsus formulalari bor ekanda men xizmat izlash jarayonida buni qildim. Çünkü Allah Teala hem bir qonatda yaratgan atom molekula ion zarechning o'zininki nimasi bor. Proton neutronning o'ziga xos ig'irlik nimalari bor-da. Shu xil shuni bo'lmasa buni bo'lmaydi. Shuni qarab avval inson men qaysi kategoriyalik odam o'zininki xarakterini shuni nima qilib men qaysi chiqib maskalalayman, men nima qila olayman deb o'zidan savolni so'rab o'zininki ish qila oladigan doirasini belgilashganda haqnikini o'ylash emas, o'zininkini men nima ish qila olayman, men nima qila olayman. Haqqa qilib ketmay, haqqa qilib o'ziga sinab chiqish kerak-da uni. Ana ashna qanda biraz ilgirlash bo'ldi ekan. U men qilmay, ana qilamdiq, mana qilamdiq, anda qilsa to'g'ri bo'layotgan shu hozir. Masalan, hammamiz deydik, shuncha odamning otdan so'ylab biz chiqmadi, jazolar to'g'ri qarashim, uni qilmadi, buni qildi. Shu degan yerda bizmi bordiqda ham o'tirib o'ylab boqdik. Abdurahmon Hasan chiqqandan keyin hammadan uyg'unish bo'ldi, shundaymi? Keyin Xalmurod chiqib, uni keyin men chiqyapti adam. Shu hammadan o'zimizdan boshlasak bo'ldi ekan. Ibiyatda men nima ish qilaman? Eng oddiy mayka. T-shirtni birini key. Sharq turgan jazolarga taqolsin deb kiyaz ham Uyg'ur, dunyoning ham yeri Uyg'ur kiyvasin. Qimmat emas, 10 ko'ga besipirga aldaqisiga, 10 ko'changa, bital ahmaga 20 ko'changa bir yoz kiyib tashlash bo'ldi emasmi? 11 tashviqot ham eng oddiy shu. Uni qimmatgan deydi. Shu hamma bana izlamay, men nima qila olayman? Qo'landik bu imkoniyat qanday foydalana olayman? Hech bo'lmasa qo'yishsiz tutilish bo'lsin. Bu psixik nereden kelgan demiş, haqqa aql. Başqa aql yutadigan, o'zini tashlab turadigan psixik.
Xitoyning sistemasi o'xshaydi shu. Xitoyning sistemida partiya a'zolarining hammasi o'z parxo, para emaslikni bektash qiladi. Anda qilmang, manda qilmang deb xatnagarlardir. O'zida hamma narsa o'zida bor. Shu narsa shu biz yo'qolibdi. Ilgari men yo'qolgandim. Shu gollarni ishlash jarayoni dedim-ku, nurg'un narsa ta'sir qilib amaliy harakatda qallamdagi nurg'un narsa pak supurib tashlab chiqishdi meniki. Masalan, meningki eng oddiy bir misol deb qo'yaylik. Gollarni ko'ryapmiz hammamiz. Freiwillig verk var yani mana fidoyilik xizmat. Shundami? Hammamiz bir şey kep bo'ldik, til yutib qo'yganlar, haqsizlik yutib qo'yganlar bor. Bekor til yutib qo'ydi, uyimizni oqatishib turdi. Yuk taqalarimiz ko'tarishib hamma ishni qilib turdi. Faqat bir tal qahva berib qo'ysak, vo, xushulab ketadi shundami? 3 kun bekor eshakdek ishlab turdi bizga. Tamoq etib bersak, o, texe. U kimning razoligi uchun ish qilaymiz? Mo'shunda nas odamlar xiyol o'ylandirdi-da. Unda bizni nima ish qilib fidokorlik ruh yo'q. Bizni fidokorlik ruh yo'q. Bilak davlatdan kelganligi masalan boshqa germanlik qarindoshlarimiz va kelib qolib debasam hayron qoldi-da. Bu gollandik nimda yaxshi edi. Bilak davlat yo'qmi? O'qimadim. Lekin Gollandiyada bu davlatlardim bor, ammo Gollandiyada haqiqatan masalan qarindoshlarimizga shuni biroz ochiqlab qo'ying. Ulgu bo'lsin. Ya'ni Gollandiyada haqsiz ishlash butun hammani o'z ichiga olganda, masalan, doktorxonalarda haqsiz ishlaydiganlar bor, maktablarda haqsiz ishlaydiganlar bor, belediyalarda haqsiz ishlaydiganlar bor. Va haqsiz ishlash nimasi butun Gollandiyani o'z ichiga olgan. 3 million damda ashuna odam bor ekan. Haqsiz ishlaydigan. Bular uyda bekor o'tgandan biz boshqalarga chiqib yaxshilik qilaylik deb. Masalan, men bir kuni doktorxonaga kirdim, tunji qitim meniki menga ta'sir qilgan narsa. Doktorxonaga kelsam 2 dona mo'may. Ularning eng oz 70-80 yoshda bordi. Bu yana odamlar biroz 80-90 yoshgacha nima bo'lganlik uchun kuchli. 70-80 yoshdagi mo'may ishdan kirishimga dedi, nega bormoqchisan deb mendan so'radi. Men falan bo'limga dedim. Bo'ldi, men seni ko'rsatib qo'yay deb 80 yoshlik mo'mayning keyindan mangdim. Ay bo'limning oldiga kelib qo'yib, shu deb qo'yib ketdi. Bular haqsiz ishlaydigan ekan. Masalan, 80 yoshlik, 90 yoshlik mo'maylar, bo'vaylar Gollandiyada haqsiz ishlaydi. Ya'ni uyda o'tgandan biz chiqib yaxshilik qilaylik insonlarga deydi. Andan keyin men izni baxtim haqsiz ishlaydigan o'rinlar hamma o'rin yerda bor ekan. Masalan, davlat otlar maqsadga ayirib ularni kichik. Har qay davlatda yaxshi ishlab qilganlar bor. Men ba'zan so'rab ko'pincha qayerlar yoshlarniki stajda praktika qilib o'tadi, haqsiz nimasiga. Çoğunlar nima qilib yaxshi ishlaysizlar, buni deb yaxshi ishlamasak deydi. Biz pensiya chiqqanda uyda o'tdasak, qolidan ketamiz deydi-da. Turg'un narsani xiyol qilib, uyda xotin bilan urushadi bor. O bo'lgan odam psixikasini buzib xotin bilan urushadiganlar chiqib yaxsiz ishlash lozim ekan. Ya, u emas, endi uyda o'tiraversan, qallang nurg'un narsa ta'sir qildi deydi. Xabar qarasam butunlay odamga salbiy ta'sir qilgan xabarlar u yerda odam bilayotgan, bu yerda qatnashib qolgan, u yerda urush bo'lgan degandagi odam psixikasini buzib o'tadi. Sirq chiqsan, xalqlar paranglasan, g'amman ishing yo'qaydi. Xalqlarga ma'naviy qiymat yaratmasan, o'zing ro'yiting boshqa bo'lib qolib qoladi. Deb bular minnat yo'q ko'radimi, shundaymi? Shuncha ishimiz qilsa, minnat qilmaydi. Bu ruh odam rasmiylikka uyg'unish tegishli olijina ruh ekan-ku bularniki. Shunda Alloh rozi bo'lsin. Nima uchun undaqda Gollandiyaliklar, Germaniyaliklar, Shvetsiyadan bor bu ish? Boshqa Yevropa ellarida haqsiz ishlayotgan bir ruh bor ekan. Bugun bizga farz ayin bo'lib ketgan Sharq Turkiston xizmatini din kishilar qochdi yoki yoshlar qochdi. Yoshlar o'g'inayotdi, ammo hammamiz kelib qololmaydi. Siz qanday bilmayman. Hammamiz kelib qololmaydi. Biz ham musulmon, ham ya'ni da'vo qilamizda, masalan, Alloh rizoligi deb. Nima uchun bizda bu o'zlashmadi? Ya'ni bu bizda bir kasallikmi yo bizdagi e'tiqodning yolg'onchiligimi? Yevropaliklar haqsiz ishlash butun davlatni o'z ichiga olib ketgan. Butun o'rinda bor ekan. Har qanday bir yerga berib, haqsiz ishlaydigan odam bormi, o'tsa bor ekan. Hamma yerda bor ekan. Xo'sh, undaqda biz farz ayin deylik, bizning xizmatimiz farz ayin. Masalan, bu ishni qilmasa do'zax surdi. Yoki Allohning cho'ng jazosi qo'yildi. Cho'qim jazolandi. Bu Sharqiy Turkistonning xizmatini qilmasa, cho'qim jazolandi, farz ayin. Yani qechib qutulolmaydigan bir vazifa. Undaqda nima uchun buning yanada kelmayapti insonlar bu bir. Biz bundan to'xtalmaymiz. Xo'sh, unda yoshlarning vazifasi degan masalada biz nima qilib o'taylik, buni chiqib qo'yib o'taylik. Undan keyin men boshqa masala o'taylik. Ya'ni
yig'ib aytganda yoshlar nemish, ya'ni bir yolg'iz yosh. Chunki nurg'un odam hozir bir gapni deb qoldi, tashkilot qatnashmaymiz. Yoki tashkilot bu deganda har xil fikrlar bor. Ma'qul tashkilot qatnashmas bo'lsa erkinlik. Ammo yolg'iz bir odam qandoq xizmat qila oladi bu millatga? Endi bir tashkilot qatnashmaymiz, tashkilotni og'rinishmi, yaxshi emas. Shu ham ilgari men og'rindim. O'tirib qolsam og'ringan o'zimniki psixikasini buzib oldi ekanman, kayfiyatim buzildi ekan, chejilib qoldi ekanman. Shunga o'g'lim o'zidan ishni qilsa, men o'zimdan ishni qilsa, o'g'limdan ishimga aralashmasa, qo'llasa, menmi undan aralashmasam, qo'llaydigan yer qo'llasa, qo'llashamagan yerda hamiz o'zimizni fikrini saqlab qolib qolsak deydi. Lekin bizning chet ellik ishimizning hammasi tashkilotsiz ish qilolmaymiz. Mesela yerlik teşkilatlar, mesela deylik, Golan Şarkıtır'da Mağrib Cemiyeti, Uygur Birliği teşkilatlar var mesela. Bir ay parit kıpkap kalsak teşkilatın namıdan kız kıyılınmaydı. Teşkilatın namıda kılmasa. Kımız kıyılınmaydı. Mesela Dünya Uygur Kurultayı deyimiz, Amerika Uygur Birleşmesi deyimiz. Ulama bir teşkilat namıda başkalarına alakalıgan gel. Şahsının kıyılınmaydı. Bunlar çıkıp kalsa sen teşkilat mı? Kim vekillik qilsan deydi ekanda, unda bina solmasa bular aloqa qilolmaydi ekan. Lekin yolg'iz otning chini chiqsin, demi chiqmas deb men yolg'iz qilib keldim. Lekin ma'lumiyat cheklanib uchrar ekan nurg'un yerlarnikini, ma'nosnikini. Ani uni ba'zida maslashil desak, maslash bo'g'ilmaydi ekan. Hamkorlashaylik desak, hamkorlashsaqlarkim zidat kelib chiqadi o chog'da. Xalqning diqqatining ishida emas, o chog'da maosh kichikpaqlashgan narsa nimado deb o'tirib zidat soldiga chiqib ketadi ekan. Shunga qilarishmish qilaylar deb ekkagan. Mesela ötkende dedim ben oklatır imza koyduğum dem Şarkıtın cezaları takılsın dem. Bunu ben dünya Uygur kurultayı olsun, Sergarda hükümeti olsun, ya Amerika teşkilatı olsun, ya bütün dünya yerlik teşkilat toplasın, ya Türkiye teşkilat toplasın. Yüzden devleti ya BDT'de ya Avrupa İttifakı diye Amerika Devlet Meclisi'de Uygurlarınki cezalar münasebet şirketçilik yapması aşağı ispesem bu işnesine. Çünkü 40 yılda yazgızdım deme o nesine. Dünya en çok dilin 40 yılda var. İsrailiye dilin ta başını yazgın. Dep tilisan tapasa degende o'taganda uning burada dolqina esa telefon qildi menga. Sen latamda bek anıldık nimede Facebook'ta gördük. Nimi yazıldı nimede etmişler avval. Onda bizim ay yığın var ama nimede Cenevada. Ekkes aşağı as qılımdı depti. Şunda hoş oldum ya. O tilavat ettim. Aşma teşkilatning kuchidan bo'lavat aynas. Men o Cenevaga gelib birlashgan oldiga bu latam asab qo'ymak u yerga men. Men kim bu? To'g'riliq azroq to'playdi. Masalan, erta bugun kecha biz kechda sizning aydurumga chiqamiz soat 4-5lar atrofida kecha. Cenvek bağandaki neymiş kılsın? Cenvek'e ben birinci maksat dedim ki latamda 40 yıl tılda Şarkı Türkistan cezaları takalsın. Dep bu Xitay tilden ta dep İngilizce, Fransızca, Arapça hemme til bata aşı nimi til bu bağının Kore tili, Yapon tilden ta dep şu İsrailiyanın şu ibradlığı ta hemmesi var. Onu hem de aşağıda kurultayının nimisi jığını bolgandikin ayakta Birleşmiş Teşkilatı'da. Yani o şey verip ben Birleşken Teşkilatı'ndaki kiriş eğizide onu yol tanıdım bekitip koydum ben. Aşağı dereklik kapkası aşağı bağladık ders etmedim ben de. Somkanda bazı. Kösesek balam da. Kösesek bunu da yani bu nasıl ama avarık vakit giteyim ki deyim ha. İlk sırt kendisine gösterdi. Yani bizim akbaratçılığımızdaki çıllıkı hakikatlikte hem assun. Bana assak bu da bana. Bana şu ağamcı fusu. Bana da köz bana hemen. Bana bu şu latıldı bağımda. Bana beyaz yerden hakları bana yüzden bayrakla nemiz kıperde bana. Başka nemiz kıperde bana. Emmetildi bağımda. Kayıs tıllıkını unutup kaldın mı? Ya ben devlet devlet bağımda mı yerde? Biz devlet devlet. Bana Marokko'daydı o. Bana Germanya'daydı bana. Hem devletten bağım. Bana Türkiye'deydi o. Bana üzerimiz yazıp Uygur kep yaz diye ona dedim kıpkasın diye. Onun da başka Hindistan'daki Hindi dilde. Onun da başka mavi bana Meksika'nınki kentli. Hemme tilde var asas çıkıyor bana. İşte derste. Bana ben yoğun ağam çıva bana. Boştalaş asımız iki şarkıda kılardım da. Bunun 3 parça var malatıdan. Onun yerimi var. Yerimi aşağıya görüp ben ayadım toplayız. Aşağıya toplayayım ben. Bu burası var. Onun kendi yanı bir nersem var. Bana mavi meniki alqınım laylab chiqqan narsa da mana manada. Bunun imza toplayatimiz mana. Yani bir to'shab qo'ygan uyda to'shab qilib. Bu ishni bu imza toplaydigan deb. İmza toplaymiz. Bu Avrupa İttifaqının inson haqlari komissiyasi var mavi. O ne? İşte davamlıq toplayım bir narsanikini.
Hani bunun ilgili Avrupa İttifakı'da olamdı. Mesela 13-sida Abdusalom Niyaz hakim uchur qilibdi. Gollandiya parlamentida Uyg'urlarni qabul qilmoqchi debdi, shunda xush bo'ldim. 19-13 gün ishdan ruxsat so'rab, degan soat 8:30 da Gollandiya parlamentining oldida osina. Buningga men Uyg'urga ehtiyojim bor. 2-3 Uyg'ur kirib, o'sha yerda bil esishib bermasa, uni 9-13. Yevropa Gollandiya parlamentining oldida qator daraxtlar o'sha 3 tallardan o'sha osina. Bütün tilda borda o narsnikini. Bu parlament kirib chiqib Ma programmani ko'rgandan keyin balkim cho'qim sizga bir ish kuzaydan chiqib yordam qiladi. Chiqibsiz, yaxshi. Xo'sh bo'lmay chiqmasmi? Mana yo'q, qanday chiqdi bo'lmaydi. Bu ana o'sha qilayotgan ishda. Shunga uni qilmay ma'noga imzo qo'ydirman. Ertash Gollandiya o'sha Shvetsiya namoyish bo'lgan bo'lib qanday hammasi shunga imzo qo'ydi. Bu bir tarix saqlanib qoladi. Meni chet eldan tashviqotimimiz hammamiz tashviqot qilyapmiz. Namoyish qilyapmiz shundami? Nima saqlanib qoldi desa chiqimiz vaqiraymiz, jaqiraymiz. Hech nima yo'q shundami? Shu ochig'imizni havo qo'yayotgandan boshqa qilimiz qilib qolgan narsa yo'q. Ma bir tarix isbot. Sharq Turkistonda Xitoyning qurgan jazo lagerini chet elga e'tirof qilgan bo'lg'ashlarni yezib berdi. Taqalso jazo lageri dedi. Shundami? Bu tarix isbot. Alloh xol Sharq Turkiya mishkini qo'limizga olsak vatanni Aşağıdan Bozcıxan kirib o'simiz bu narsa. Sizlarcha shu bizning da'voyimizni qo'lga olib chet elliklar chiqdi. Men buning ishonchim bor. Men topaman. Inshaalloh. Topini ostida binas undigan yer ishlatgan bo'lgan ekan. Qiziq tortib olaman. Lekin buni ozroq ham haqlimga qo'llab, ba'zi yerdan yordamlashib bersa, ham tashviqotimiz qilsa hamma yetishmay ekanman-da. Qarindoshlar qo'llab xatsan ochib. Qarindoshlarimiz qo'llab nima qilib bersa, ba'zi material to'plab qilib qolsa, paranglashib ilg'or fikr, ilg'or ideal bo'lib qolsa, bilimlik, men jiq binas bilmayman. Ashtaq meni yo'qimlantirib tursa, hamon bu kuni bu yıl tapmasam, kelar yıl tapmasam, yana bir yıl tapaman. Aman bir kun tepishga ishonchim bor. Yani sizlar bu gapingizdan bu xizmatni ay muntazam adoqqicha qildiganligingizga qilgan ishonchim bor. Bilib ketishim ashada bor. Mana navod mushkunda deb maydonda deylar, bizning cho'ng boylarimiz o'qlab chetdan-chu. Kelib men oldimga. Sen ayer ishlamsa, nechta maosh olsam, bir oy osh maoshini men beraman. Sizning sug'urtadan hamma narsani men ko'taray. O'qishni qilay azam. 8 gün 8 gün Amsterdam turamsanız turman deyman, men xizmat tashlayman. İnşallah undan chiqib qolar. Ya'ni bu munosabatda deb qo'ylik qarindoshlar, biz Gollandiyadamda hammalar ishlaydiganlar va eng to'van turmush nimasida yashayotganlar bor. 4-5 dan 5-10 dan bolalar va qarindoshlar bor. Köpünçe hizmet kılıvatkallar, yani şu aldıraş, balları var, hizmeti var, ballar kendi mesela. Eğer bir hizmetimiz kesipleşip, mesela bu stüdyonumu işgallaştırışka mandık inşallah. Yani bir kaç gün içinde bu işgalını elan kılma Allah kalsa. Yani aşındak bir adamlar çıksa, başka milletlerin işte çıkıdı ki. Mesela ötkende bir Türkmen balı geldi. Bunun bir Türkmen kepti kışağa. Sen Irak Türkleri iken de bu, Kirkuk Türkleri. Sen bu Irak Türklerinin davasını Gollandiyada anlatsa, bütün çıkımını men berimen deb onu belgilep. Bu lobbyçilikning bir qismi ekan şu. Ma'lum adamni ma'lum boy to'laydi ekan, bütün çıkımını men berimen, mush xizmatni qilsa deydi ekan, shu xizmatga sep qo'ydi ekan. Bizda bu ish yo'q. Boshqa millat burildim bakan bu ish. Boshlanib qopti ekanda. Agar ashundaq insonlar chiqib qolsa aramizdan, boylar ma xizmatni qilsa, tamqing yotqing yoki maaşın mesela Abdurrahman sizlarga 2-3 ming euro olamsizlar aşağı. Lazım. Hammadan turmush var da, ham ishlamasa bo'lmaydi. Yani şu pulni chiqarib birisi sen aşağıda qilgan xizmatingni miyada qil desa, siz aşağıda degan 8 va 3 yildan maydonda, akşam 6 dan maydonda qaytisizlar. U vaqtida bu xizmat yüzesiz ko'paydi. Demak, yani baylar biz burundan davatımız Şarkı Türkistan meselesi birinci orunda. Şarkı Türkistan müstakillik, meyli Şarkı Türkistan'daki Müslümanların bütün qoğdaşı olsun. Bütün zakat, sadaka, hayır, ihsan, muşu ihtizatını bu yerge beriş farz. Bu alımdan sorulası oldu. Yani biz de Afrika'ya bir yerge deydi Allah çıkmadı o ama ilimsiz cahillanınki ilimiz. Tamam birimiz ama biz İslam'daki birinci sırağa çıkıp kalıvatımız var. Çokum birinci kılmasa olmaydı. Şu şunda hizmetlerini inşallah bayla
qo'llaydiganlar, qo'llab bersanglar, bizdek aktivlar, Abdurimjonlar qarindoshlarimiz hatto kecha kunduz bu ishga kirib ketsa, ne kadar yaxshi bo'ladi demoqchiman va so'zning oyog'ini yana bu yoshlarning masalasi to'g'risida bir narsani deb o'tib ketib, bu gapni tutkazaylik va boshqa gapga o'tib ketaylik. Misrdan bolalarni Xitoy qo'g'lab etdi va talon-taroj qilib etdi. Misrdan qochgan bo'ldi bolalar, qarindoshlarimiz. Turkiyaga keldi. Bu jarayonda butun Yevropadagi Uyg'ur muhojirlar va yoki musulmon qarindoshlar bularga qo'ldan kelgan butun yordamni qildi. Belet oldi, iqtisod tugatdi, zodi bir qo'zg'aldi shu vaqtda Uyg'urlar o'ziniki saxiyligini ko'rsatdi, xo'sh. Undan keyin bir telefon keldi Fransiya agentligidan va yoki CNN. Cho'ng bir organ. Telefon kelib, Misrdan qochib kelgan yoki u yerdan qo'g'langan bir odamdan birini top, uni biz ziyorat qilaylik. Shu odam Misrdan qochganligini, Xitoyning ularga tashqi bir davlatga besim qilib turib, bir zulm qilganligini biz dunyoning ekranida beraylik degandan keyin biz bir odam topolmadik. Bu bir shaxsiy xizmat aslida shu. Shaxsiy, yolg'iz bir xizmat. Bir odam chiqib so'zlasa bo'ladi. Ammo bo'lmadi. Bunga bir fikring bormi? Buningga nima fikrim bo'lsin-ki, bu o'tib ketgan ish, shu chog'da nima qilgancha? O'tib ketgan ish deb tashlamayman. Turli. Hozir biz buni 10 yil kitob yozib qo'ydik. Hozir masalan, tarix yozildi bu. Xalmurat Finlandiyadan uni chaqirib qilishdan Wall Street gazetiga mushtaq ketgan deb birinchilab Xalmurat uchur qildim men. Boshqalarga uchur qilib men qilman dedim-da. Sen numarangizni birayamsa dedi. Hammani birim dedim. Wall Street'ning muxbiri bilan aloqa qildi. O soru desin ismini oshkorlasam bo'lamdi. Ismini hammani oshkorla dedim-da. Men Gollandiya parlamentini oldim, butun narsani ko'tarib chiqdim. Unda hamma qo'sam qo'mi ta'sirlandi. Unda sening so'ragan savollar bor deb hamma savolni qilib aloqa qilyapman. Hamma narsani ismini yozamdi, yoz ismini dedim. U yoqdagilar borib ashcha ziyorat qilsak bo'ladi, qil dedim. Qo'rqmam senden qo'rqishim yo'q dedim. Qo'rqsaq o'tiradi bu Xitoy. Qo'rqmasak o'tiryapti. Şunu sükut tuğandan göre, medrap tuğandan mesela evlenike, Gollandiya parlament adamlarında da bütün bir Uygur savaşı kozulup çıksa, Xitay cezaları tamam amal yok dedi. Yetip ölgenden yetip öl. Şu dedi, savaşı hemiz özünün devleti çıkıp, parlamentiga halk meydanı verip Xitay'ın ötürü eçiyle verse, deydi. O bizge besim buldu deydi. Bu sizler bizim fukrayımız boğan iken sizler cevap verişimiz gerek, sizler kanunluk, hukukunu konuşmak gerek ma devlette. Hemen ki bir yetevarsam, küllü kili verse, bu xalqning inkas oldu. Har qilsa sosyal medialarga chiqadigan gap. Ana parlamentda bu biz nima bo'ladigan gap, hukumatga iltimos sunadigan gap. Hamma davlatdan kelganda biz Yevropa ittifoqi tutish qilamiz buni deydi. Ana bo'la anan keyin Xitoy taqamay jazolarni deb bir jazo qo'lindi deydi. Ya qarsin ularga qaysi Uyg'urninki otani tutib ketsa javob beradigan odam yo'q. Bunda turib qolsa, o'sha o'zimizning nimamiz o'zimiz rad qilgan bo'lamiz-da. Shunday emasmi? Muxbirlik deygilik chiqib Abdulla Oyibmi yozdi bir narsalarni. Ona dedim men biray dedim. Bu aloqalashib boqay dedi. Xabar yo'q. Ashta degan haq chiqmayapti emasmi bizning Uyg'urlar. Uni hukumat nima chiqmaysan, nima qilmaysan uqmadim. Men Ispaniya kerak dedim aslanga. Adam top dedim men Gollandiyaga boray dedi. U deydi kechkichalik men 5 yil anda gunohga nima qilgan manda bo'lgan deb dardni oltish emas. Ma'mening dadam, ma'mening opam, ma'mening akam, ma'mening ocham. Manchani aloqam uzildi. O'ldimi yo turmadimi yo shu to'g'risida isbot qilib bersin deydi. Buning odam bormi desak, jim. Namoyish qilgan desa, tazva quraymiz. Turdi yezing desa, voy anda bo'libdi, voy uyamligim tutib ketibdi, voy deymiz. Yetib kelganda isbot qilsa, hech nimamiz yo'q. Shunga mushna narsaga boshqalar bir ulgu olamazmikin, orqali xalqni qo'zg'itib o'tirib ichqalaramikin deb chiqdim. Hem Gollandiya parlament nimalarni o'rgandim degan, ani yozgandan ayog'incha qadam ta'sir qildi aslida. Shu ta'sir qilib chiqadi video ishni u yoqdan bu yoqqa odamcha. Shunga buni degan hamma davlatdan chiqsin. Hammamiz davlatdan chiqsa, ama parlamentning odamlarimi deyapti. Bu Xitoyga javob berish kerak deydi. Masalan biz lekin yollaymiz deydi Beijingga. Bu Abdurim G'aniyniki bizim yer ishlatgan odam buni otamiz qani bu. Shirkat nerede? Parlamentinde tashqi ishlar ministri yollaydi ekanda. Shirkat o'zining ishlayotgan shirkatidan ya shirkat undan narsa qilmaydi. O'ldi-da
Sizning hozir bu psixika munosabat buzildi dedi-de. Sen chiqib, Xitoy qarshi qanday bilasan qila olsang, qilsang, u orqali ishing g'azab chiqib ketsa deydi. Akam sen normal inson aylansan deydi-de bular. Stressni Stres ayda yo'qsin dedi. Sen unda qilma, bunda qilma degan sirsin texida munosabat berib, ya bir mashinada gumlusiz sen. Ya bizning bo'lib qolsa, yemayib bo'lsa, ya o'lsa, ya bizning bo'lsa, undan kirib bizning idora adam kamchilik bo'ladi. Shunga sana biz hozirdan qilib berayli. Qulog'ing kelganda qil. Qachon ruxsat olmasan, ruxsatini ol dedi. Men aytdi, men nimaga boraman deb ishladim soat 6gacha. Ya janaga boraman berib kel. Qachon kelsan dedi. Dushanba kechga kelib seshanba ishlaymiz deb berib kel. Da'dan chiqarib kel dedi. Bular psixikalik bo'lib ketgan biri ekanda bizning psixik problemlarimizni. Anasnikida. Sadi amaliyot hozir Uyg'urning psixikamiz buzilib ketdi. Shunga hamma yerda kelsa, anakan hamma davlat yo'llagan ekan tashqi ishlar ministri Xitoyga. Bu Xitoy javob berish kerak-da. 3 million Uyg'ur qani. Uning ichida mening necha jamiyatim bor, men bilmayman. Sizning necha jamiyatlar bor, yana Uyg'ur shundanmi yo? Qilib qolsa necha million odamnikini bu chet tilini aniqlanib bo'lganda, hakim Xitoyga bersin bo'lgan gap emas. Masalan, bugun bir qiz Facebook yozibdi. Allohu shukr, mening oilamni bir muxbir berib tekshirib, uning xabarini aytganda, Allohu shukr deb yozibdi bugun ko'rdim. Yani demakki, agar biz ras anglata olsak, Sharq Turkiston xalqaro muxbirni berib, oilamizga berib aniqlab keldik. Mesela Abedin Zebibullah Artoş, German telefon qilib ishlab olsam, avval so'rab, boshda bir Germaniya muxbirlarining qarshi Germaniya qilgan shaxsiy faoliyatini qilib ekan, ziyorat qilib keldi dedi. Men ashyaga boramasam, rasmiy aloqamda ras. Bir kasım butun biletim mendan etsem, ya biz olsun biletim yazsam qabul qilmaymiz, biz ayrim olsun biletim olmaymiz. Berib uyamni oldirmasam telefon qilaman deb qil debdi. Ne kadar yaxshi. Ne kadar Mishel urpirlar o'rtasida ilmgan telefon hamda. Mana rostlik isbotlangan gapda. Manda biz qo'rqmay o'zimizning da'vosi, o'zimizning ishiga haqiqiy qila olsak, chetalik bizni ta'sirlandi. Hammamiz deymiz, tilimizni chekladi deymiz, Uyg'ur kitob chiqarsa olmaymiz. Xitoy namozni qo'l qo'ymaydi, yolg'on uni qilmaymiz, uning da yo'q. Masalan, ba'zi qarindoshlar dedi, uy chetalik kirib qoldi, qo'shnimiz qo'llan deylik. Sizning yoziqning qaysi yoziqda bir kitobni ko'rib qo'yadi. Kitob yo'q ekanda Uyg'urcha. To'rnoqtirib ilib ocham bo'lganda hamda. Shunda xijil bo'ldim deb shuni o'tirib sizning kitobchilik qilayotgan anglab rasmiy xo'sh bo'ldi. Kitobni hech qanday yapib tuzib qo'yay aytdi. Ashunda hamda bu chetdalikni biladi. Ba'zilik deylik ya senga. Bu musulmon tomoshabin varaqishmay sayishgan senga deb so'raganlar ekan. Diqqat qilib ekan, biz diqqat qilmaganman nurg'un narsaga. Shu men chetdalik paranglashgan diqqat qilaman. Birinchisi Uyg'urlik kimlik bilan paranglashayotmanda, analar. Ikkinchisi musulmonlik kimlik bilan. Shu dindan paranglashgan vaqtida musulmonlik bo'lgandan keyin bu ikki obrazimni diqqat qilaman ular paranglashgan vaqtida. Masalan, bizning studioga masalan ba'zi ayol hemşehrilerimizin iç xizmatimiz ayollar xizmatini qo'llash usulidan ko'pinchalarimiz yog'liq atmay ko'ngan. Bunun yağlık atqız için ayrım davet edip verişimiz lazım ama deymenki bugün Xitoyga qarşı bir namoyish qilin. Xitoy bizning yağlıqımızı mı atqızmaydı, dinimizni qilin. Bugün ikkirangi Xitoyga qarşı bir namoyish şekilde o'zingizninki simbol bo'lgan bayroqning masalan deb nim qilamiz hammasi tamam deb buni qetilib bugungacha ikkiranimizga qo'shilib chiqyapti. Nurg'un odamlar bor. Din iloh bilan band o'tirsizki, shaxsiy aloqaning boshqa uchinchi shaxsini qilmaydi, chetalik ashna qaraydi-chi. Ne bizning bilimlik ayollarimiz bor, yog'li qotmaydi. Lekin qalb shunda pok samimiy. Ularning bilimini chanaka ular yog'li qotishni xohlamaydi. Ekranga chiqmadi. Siz chiqolmaydi masdan deydi. Chiqarib uni bilmayman, masdan deyman-da endi. Nurg'un odamlar uni chiqmay chiqirmiz bu yerda mundaq bir masala bor. Biz biz bu diniy narsaga biz bu Mishel bir gap maqsad qo'yib. Mush Xitoy va bu bizning ham ishimizni buzildi. Biz avval bu yerga bir chiqit qo'yib o'tishimiz lozim. Bizning diniy e'tiqodimizni, kiyim-kechkimizni, jiq nasrimizni buzib etgan bir jamiyatdan chiqdik chekadi. Chiqqandan keyin buni o'zgartirish, isloh qilish, u bu zot izimizga tushkicha orliqda bir Uyg'urlik holatimiz kelish va yoki bir odam o'zini musulmonlik kelishi kelgacha buning bir bosqichlari bor. Biz o bosqichni qilgandan keyin qabul qilsak bo'ldi, bosqichni o'tgandan keyin. Yolg'on atish degan nima, namoz o'qish degan nima, ro'za tutish degan nima deganni biz chet elda rasman
hammaylar tarafdan bir da'vatni obdan qilib, uning ideyasini o'tkidek holatda bir xizmat ishlab bo'lgandan keyin bu odam atmasa, o vaqtda assalomu alaykum deymiz. Ya'ni biz qilgan vazifamizni qilib bo'ldik. Endi sizning ishingiz o'zingizga qoldi deb. Ammo unda qilmagan avval aslida biz sen yog'liq atmabsan, namoz o'qimabsan, o'qibsa biz deymaymiz. Chunki payg'ambar unda demagan. Ya'ni arablarni ayni vaqtda kelishdi. Biz temidan jannat qilib ketmayli. Xo'sh. Bundaqda men oxirgi savollarimni so'ray. Qarindoshlarimiz balki nurg'un narsalarni yozib ketdi. Men telefon qarab oldi demoqchim deb men telefonni tashlab qo'ydim. Bugun G'uljida bir nemis muxbir debdi, Germaniyalik o'xshaydi. Nemis muxbir maxsus lagerlarga uchur to'plashga bugun G'uljida ekan deydi. Bugungi yangi xabar o'xshaydi. Demakki, qilayotgan xizmatninki natijasi ko'rilyapti. Biz bu yerda qilmasak baram tashdir muxbir. Burun bağımmıdı, bağmagan. Esenki Wall Street'ning muxbiri Beijingdami, nerede o'qimaymi? Dedi, sen buni nima ish qilib o'qitishdan, nerede Oqsuspanda o'qish olmasam, qachon ishlaydi? Manda 2002dan 2005ning oxirida ishlagan. Sen o'sha avval deb berdim, chetlarga butun narsani deb berdim. Adamning ismlaridan tortib, ta o'sha nimasigacha deb bersam, biz o'sha bir tekshirsak rastlik isbot qilamiz. Rost isbot qila olmayman dedim men. Bor deb, qo'rqishim yo'q. Ta ko'childirim ta deb berman, darvoza nimasigacha. Hozirgi maktab mudiri kim o'qimayman, hammasini bilaman. Butun nimasini. Men to'g'riliq Uyg'ur munosabatdagi o'zini boshlaganda qanday narsani so'rasam, men uni deb beraman sana. Haqiqiy isbotlar bilan deb beraman. Uni hissiyat aralashtirib, bu bizning deman qo'g'ish emas, yaqin insondan qilib beraman. Qancha yozsam, bu bizdan aloqalashamiz deb xil narsani deb beraman. Lekin men deb beraman. Qonun sen nima deb beraman deb haqni tanqidlamayman. Hamma deb o'zing vijdonini so'rab boqsa bo'ldi. Biz kimni qo'rqatimiz deyilgan masala shu. Biz qo'rqib demayapmizdan binasnikini. Allohdan qo'rqatalik bandadanmi? Bandadan qo'rqyapmiz mana. Hozir bizning ota-onamiz turmul yetyapti Xitoyning jazosi. Bizning nima umidini kutyapti? Oy singillarimiz uchrayapti pitpa nimalarga. Oshlar biz chatalmishda qilib turganimizni jim yetib olgan qilib qolsa, nafrat qilgan ota-onamiz topqiniga ishtaqqa ishni qilib qo'ygan bo'lsam-mi, deb tutqizimlarga yo'lab nima qilib qo'ymam deb yo'qolib kelsam, u qo'shniga demamda, o'shni qo'snim qilmamda. Mushkul qilib kelsam qo'shniga izlaymiz. Biz nima kunga kiratimiz, sen nima kunga kirasan demamda ota-onalar. İlgisiga bir ziyon yetsa ishda o'shib ketadi-ku. Biz ota-onalarimiz ziyon yetganligi %100. Ha, gollanlik dedi. Biz o'shmayapmiz. Kittigin bo'ladi. Ha, gollanlik dedi. Ha, e'lon qara dedi. Mushkizash e'loniga dedi. Ha, mushkizash shu qadar tafsili dedi. Sizning qo'lingizga ko'tarib olgan nimang ota-onam degan, ota-onam qanda, oqmi, qormi, egizmi, pakami. Ha. Uni qanda, uning resmi qilmamsan dedi amma-da. To'g'ri, mushunga masalan Gollandiyada mushuk tutib ketadiganlar ko'p chiqadi. Shu qadar tafsillar bular ekan. Masalan bizga yo'llar chiqib turdi, shu butun 50 metrda birdan chiroqning nimasi bo'lsa, ay birdan chaplab manganini men ko'rdimda. Ay shunda mushukning rasmini, uning tegi ismini, bo'y turiqi hammasini chaplab ko'rganlar bor deb başta men ko'rdim ko'zimni. Endi bizning odamlarimiz yutib ketdi yoki iniq turmadi va o'ltirilyapti. Uni ko'ratimiz uning rasmini chaplaydigan yoki uning davosini qildiganlar. Bir odam Gollandiyadan chiqsa, hozir Abdirimjon debchi. Hozir faxrlanib ketyapmiz. Bir millatning ichidan, bir davlatdan bir odam Uyg'urning izdirkini qilib o'tirib chiqsa, voy. Ma odam chiqibdi deb. Uyg'ur mendan 100 odam, 1000 odam, 100 ming odam chiqish kerak. Menda yaxshi qildiganlar bor. Chunki men gollandcha, inglizcha deb boshqa o qadar yaxshi emas. Men maylan chiqishimiz kerak edi. Chiqib qolsa, mendan 10 narsa, 100 narsa, 1000 narsa ortga qo'shirdigan Uyg'urlar bor, chet ellarda har xil tillarni biladi. Shu qiynalib ekan. Qarindoshlardan so'rab boqaylik. Qini. Shu yoshda chiqsa bo'ladi endi siz. Ular qini. Sizlar nada? O'tganda Erkin Sidiq efendimiz gapim degan dunyoda 500 dan ortiq doktor, professor bor bizning Uyg'urlardan deb. Biz hozirgacha 20-30 atrofida odamni ikramga chiqdik. Ahmadjon men chiqdi, men chiqdim. Qolgan 470 doktor nada? Ya'ni ular ya bu qarindoshlar xotirimizni jam qilaylik deydigan bir gap bor. Bu tarix yozildi. Kitobda yozildi.
urushdan keyin chiqqan qahramonni biz bilamiz. Xalqning ko'zi bor. Ya'ni hozir jim turib olib, vaziyat bakrak bo'lib ketsa chiqib, sal bo'shab Xitoyninki bir bo'shab qolarmi deb saqlab turib olsa, chiqmanda turib olib, shu Pirjunga o'xshash so'zilib joyimiz kelib degandek, bundaq inqilob qilganlarmi tarix yoziladi. O'g'ilvaldek erkakdek chiqib, odoqqicha, oyoqqicha chiqqanlarmi tarix yoziladi. Inshaalloh yo shu qahramon bo'lib yozilamiz tarixga yoki xoin bo'lib yozilamiz. Bu ikki yo'l bor bizga. Ya xoin bo'ladi bu inson yoki qahramon bo'ladi. Bu ikkisini tanlash huquqi bizda. Alloh rozi bo'lsin, vaqtimizmi bir yerga berib qoldi. Sizni qo'llab xat yozganlar bor ekan. Biz to'g'ri deb bu qo'llashni qachon o'rganamiz deb millatga zo'rlab yurib ancha-muncha millatni qo'llaymiz deyishni o'rganyotdi. Alloh rahmat qilsin. Agar qarindoshlarimizdan boshqa gapi bo'lmasa, men Abdirimjonning oxirgi so'zlarini olaman. Tushib qolgan bir yerlari bormi temalarning? Bugun tayyorliksiz kelib qoldik-ku bu narsaga. Oqshom bir narsaga tayyorlik soat 1:30 uxlagandim, ertaga soat 6ga borib ish qilmagan. Bugun ishlab o'rgangan qilib qoldik, tayyorlik so'qib qoldim. Men Abay Abdirimjon deganda menga shu PowerPoint yana tayyorlab kelgan, loyilab kelgan narsalarning borligini dedi, ammo xizmat va aldirashchilik tufayli uni biz ichkironga chiqarolmay qoldik. Inshaalloh kelgusi zamonlarda qilamiz. Lekin men bir ish qilyapman. Buni Davidda hamda yo sizlarni so'rbular nima bir yangi planlar bor deb. Planlandimdi. Yangi plandan bir Xitoyga. Men uzrab kelsa yana qadam qilsam. Yo'q, hozir 1 soat 50 minut o'tdi, men yana 10 minut 15 minut vaqtim bo'ldi. Men o'sha imzo nima ish qo'ydirsam degan narsada jiq o'ylandim-da bu narsani. Bu oq vatimi pulliq narsa bekor emas, bu vatim qimmat bo'lsa bo'lgan deydi. Hozir hamda ashulalarga qo'ydirib qalamini ekan qilyapman. Buni tarix isbotida saqlayman. Inshaalloh. Yana biz chet elda musiqalarni ko'rib baqdik. Bu haq hamma narsa saqlangan shu musiqanda. Keyin avlodga tushundirganda o'ziniki tarixdagi shaxsning halqan moddiy, ma'naviy boyliqlardan jo'g'lanmasa, shu musiqanda bo'lgan ekan. Men buni birinchidan chet eldagi tug'ilgan o'g'limga yodgor sifatida. Alloh xos va ta'zir qilib qolsa, aşağı berib bizning musiqalar osimizda buni chet eldagi to'plagan. Mushning imzo qo'yganning hammasi Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan, qaz besilgan zamin ekanini e'tirof qilishgan yesbadi. Freedom East Turkistonda ba'nonicha. Akim Xitoy ishg'olidagi Sharq Turk jazolarga taqozus deb yesbadi anasiga. Buning hammadan yozilgan bo'lsa, bu vaqt bir 40-50 metrlik yozg'ish bo'ladi. Lekin har bir tilda bir o'rnak yozg'izay deb buni yozg'izdim-da bu narsani. Hamda Turkiyadan latta burutdim 100 metr latta yo'lda kelyapti. Raq 100 metr raq yo'lda kelyapti. Inshaalloh. Men bu tashviqotni dunyo xarakterli qilmoqchi. Inshaalloh. Dunyo xarakterli qilishdan tang dunyo jins rekordiga iltimosni qilmoqchi bu narsani. Inshaalloh. 100 metr raqmi. Yo 100 metr emas, qildigan bu 500 metr raqmi avval 100 metrga almaniki nemsi bo'tdi. Men jins rekordga kirish uchun qancha metr raq bo'lish kerak? Men almaniki nemsi bo'tdi. Abadsizlik evatib berdim qo'yman. Mana men bolalarga ko'rsatib qo'yaman mana iltimos. Men ko'rdimki, to'g'ri ko'rdim bolalar. Jins nemsniki belgisi va bir narsani. Ko'rdim, ko'rmagan bo'laman. Ko'radi, shu mana ekronda narsa bor, mana ko'rsatib qo'ya. Men buni xil uzundan yo'q o'yladim. Bizim bu Uyg'urlarning tarixida ham da biz xarakter bilan ish olib kelib qolsa, men tashviqot chet ellik qilgan ekan, chet ellikning qo'li orqali Xitoyning jazo lagerining taqash buni dunyoviy rekordlarida bir qilay deb buni jiq iznib boqdim. Ham ba'zi qarindoshlarimiz bu jihatdan jiq yordam qildi. Bu qarindoshlarimizdan shu qadar suyundim ekan. Siz ishlaydigan oldirashgan ba'zi uchlardan biz to'plab birlar deb Google izlab tepib ma'lumotlardan andaqkan. Germansk xabarni ko'rdi, Fransuz xabarni aşın seliştirib jo'ndan keyin buni qildik. Oqshom o'tirib ketsa 1:30gacha ashqarlashlarimiz huquqlarida mamnun bo'ldi. O'sha o'tirib jins rekordga munosib bütün materiallarni ezib oqshom nima qildim bunga. Hozir dunyo jins rekordiga iltimos qilgan 47 ming, 87 ming tur bor ekanda hamda.
endi bu siyosiy tushungan narsa uni qabul bo'ladi bo'lmamdi uningda yo'q o kategoriyasida lekin bir kategoriyasiga qarasak yangidan iltimos qilsin ekanda o narsani Aşta bütün materyalini ko'ra bir kategoriyaga aşağıya tizim oldirdim o'zimning nomida ham buni qilib dunyo aylanib shu jazo lagerining taqash to'g'risida imzo to'playman bunda rekordga iltimos qilaman Dünyanın slaylanamsın. aylanamiz buningda hamda Aşta qildim buningki haqqini to'ladim email ibatdi menga Ular 3 ay ichida menga xabar berdi ekan. Bu yo bo'ladi yo bo'lmaydi debdi anasini. Bo'lmay qilishi nimada desa, bu siyosat tusagan shundami? Siyosat tusagan Xitoyni parchalayman demedim. Faqat Sharq Turkistondagi jazo lagerini taqa deb. Buningga ham imzo to'playmanmi ekan desa, mana 3 parcha raqtim guvoh meni aytib berib birlashgan tashkilotning oldi osma buni. U yerda imzo to'pladim. Mana ma'nosi ham ma'no qilgan imzo qo'ygan narsami mana nima mana bayroqning imzosi bor isbot buning qarab umid bor ekan bu ishimda degan umid tug'ildi qalbimda birinchi 100 metr raq ishlatamiz. 100 metr 500 metr raqning izida u narsani Bana o javob kelgandan keyin ham ozda 500 metr raq ilib shunga uni qilavermay boshlayman ishni boshlaverman hamda uninki o tur tasdiqlandi uni men bilmayman Sebep bakmayıp durup şundamı ya işlerine sebep soğuk girmesek sonra çonkurluğunu bilmegen kokşaş manık yesem kanda ola anık yesem bula dep öğrendikleri dettikom dep düşünmez ya oyan ya bu yan bulamaz kağınını sebepini kıldık ya Allah kalbimiz niyetimiz dürüst olup kalsa Xudayımız işimizin arkada bir hayırlık var işimizin beşide riya olap kıp kalgan bolsak işimizin arkada hayırlık yok şuna başka bunu bütün işçi hakkında vücudu bilen kirdim akşam tızımı aldırdım Bu narsani turib degan PowerPoint ko'rsatmashdi, uni ulgurmay qolib qoldik-da. Endi osh kirgan bek yaxshi bir izlagan narsada o temi chiqmadi. Bir necha xil ismini kirgizib boqdik bolalar bilan. Kirgizsak, chiqma anakani yanada iltimos qilsam, tur tanla deydi ekan, o turga tanladik. O turchi bir mo'ch tur bor ekan. Uni bir boshdan kirib bir tur sal mos keldi ekanda uningga. Shu osh turga qilsak, anasiga tizim qo'ydim. Pul to'layotdim, hamma narsani qilib bo'ldim bunikini. Endi ulardan javob keldi menga. Uningda navoda vaqt kelganda sotqini tushar ekanman-da bir narsalarni kira. Da'vo ishtirog'imda butun nimasi bor ekan hamda. Uniga navoda iltimos qabul qilmay qolib qolsa, nima sababdan rad qilinib ketdi, ashna hammasi aniq javob berish kerak ekanda bu narsanikini. Bunda qolib qolsa, bu narsanikini boshladim. Buni buguniyatda dunyo xarakterli qilimiz ham imzo to'playmiz buningga. Buni kim to'playdi? Uyg'ur to'playdi. Kim boshlamchi bo'ladi? Biz başlanacak oturup çıkımız bu nesnekede hem de. Bunu çıkkandan keyin ahir ep çıkımız. Bo'p qolib qolsa, dunyo chempionati kirdi shundaqmi? Qilgan narsa Xitoydagi jazo lageriniki bir pulatdek isbot bo'ldi narsa. Nar uni qabul bo'lmay qolib qolsaqmi? Necha yuz metr latga imzo qo'ydirib oldik shundami? Bu orqaliqqa necha yuz ming millionlagan chet ellikdan qanday qildik? Tashkil qila oldik degan gap shunday. Dunyoga tashkil qila olar ekanmiz. İşte bu şimdi to'g'rimayaptimi mı? Yani qolgan ko'rayaqlik birdan tutsin hamda. Shaxsan qolgan ko'rayotgan qarindoshlarimiz bir narsa tutsin. Navad mashing bo'lmabdi desa, buni to'g'ri yo'lni qila olgan qarindoshlar boshqa yo'l epmangsi bo'ladi bu narsani. Allah razı olsun. Yani qarindoshlar naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi yoki inkos qilib yozsanglar bo'ladi. Yani buningki cho'ng bir projektga bu to'g'risida birlik qilamiz. Buningki men plan loyihalarini qilib qo'ydim. Desem iltimas qilib bo'ldim, uni qilib bo'ldimmi? Birinchi qadam iltimas qilaverdim. Endi keyin buniki qadam bosqich ikkinchisi o'timiz endi keyin. Men 6-oyni 7-28 boshlab bu narsa boshlab bo'lib oldi bu. Mana bu latam bor. Maba qilgandan keyin anakani bu da proyektni qanday aytmagan ha? Buning qadam bosqichlarida o'zimning o'ylaganlari bor. Uning keyinda men bu to'g'ri ahli qarindoshlarga deb qo'yay. Dunyo Guinness rekordi to'g'risida yaxshi bilim bor qarindoshlar qolib qolsa, biz uni ayri bir suhbat qilsak, chunki uni men izlagan tayinlar. Mesela %5% izlenganda men. Bu 5% hammamiz men izlanmadim. Bir qancha qarindoshlarimiz men uchun shur to'plab berdi. Men ism atmayman, bu qarindoshlarimiz Alloh razı olsun qo'shib oldi. Alloh razı olsun. Hech qachon tunimaydigan qarindoshlar. Shular menga izlab, siz uchun biz nima qilib beraylik? Yeningizda bo'lgan bo'lsa, bilib chiqish beradi. Yani u yer emas ekanmiz, boshqa o'tganmiz. Pulavatib bir adam shiltingsak Onun bilamiz pulanmayman deb, biz nima ish qilib bir azroq bizning to'pimiz olib qolsin degandan keyin manda planlarim bor desam, u plan olib kulib ketdi. Yo, ular bizning Uyg'urdimda yangi ideya fikr o'tirib qo'ydiganlar bor ekan, unda qilib qolsa,
materiallarni biz ko'raylik, siz boshqa buning qilingiz puratmang. Uchun biz to'plab sizga nima qilib qo'ylar, shundan aka o'zingiz bir yo'l tanlang dedi. Ala qo'llashma bek yaxshi bo'ldi-da endi. Ana bundan mushlar yaxshimish to'g'risida uchini bildigan qarindosh yo'q qolib qolsa, uni bugun bir narsa yozmayman. Ana shu chog'da qarindoshlardan biz ekranga chiqib, ana bu proyektni qanday aytmaymiz? Nereden boshlaymiz? Kimning qo'llash orqali aytmaymiz bu narsalarnikini? Bu qadam qasqish bo'yicha qilsak, akam ko'pning aqli ko'p deb, men o'ylamagan taraflarda boshqa qarindoshlarimiz o'zing o'ylagan fikrlarni qo'ysa, biz hamkorlashsak bo'ldi narsani. Maqsad Xitoydagi Xitoyning sharqdan ochgan jazolarni taqashni dunyo xarakterga tashviq qilish. Mukofatga erishmasak hech qisi yo'q, lekin necha 100 ming, necha million odamga qanday qilib tashviq qila olamiz shundan bu narsani. Oshnoda Uyg'ur haqiqatan qotlaydiganlarni chiqadi inshaalloh. Chunki millatda bir yükselish bor qanday bo'lsin, har tarafdan bir qo'llash uyg'un chiqindi inshaalloh. Shunga buningga hamda nimasiga qilsam patiqani o'zim harakat ko'tab xizmatdan bir necha kun so'rab, davlat atlab imzo boshlashni mumkin boshlayman endi. Inshaalloh. Buni men tashabbus yo'g'andan keyin men o'zim o'yda o'tirib, Germaniyalik ustani chiqib qilib turamsizlar, Amerikadagi sen chiqib turamsan degan bo'lmaydi. O'zim sakrab chiqaman, o'zim boshlam shu deman, haqni meros kutmayman. Men bir tal jo'zlar, bir tal o'rindiq bilan, bir tal ustal shuni bo'ldi. Aş devletin en adam cık yıldığa yanlı eketle verse, aşağı ornep verse, ornep ketmeyken, onun torundan kalayken ben. Yani o yerde gollan dediğim bir tane üstelin boynuma bağmayayım ki o yerde. Yani onun kardeşinin öyle bir üstelle bir orundak çıkıp bana kalemini üzerine yapmama ben, rahmi yapmama ben. Yani bana üstel, bana orundak. Yani iki adam turup bir lozinglar espri kıpkas tek yakşı. Ya şimdi yüzden olmaydı ya. Ya şüphesiz bular vardı aslında işte kılımızda. Elbette inşallah qarindoshlar anladı Abdirimjonning so'zini. Har qaysi davlatlik qarindoshlar tayyorlik qilib qo'yganlar bir yotgan ko'pa, bir shira, bir o'rindiq, bir yana nima lozim? Boshlanib ketmaydi u narsa. Ya vaqti yeganda chiqmaydi. Chiqmas etmoqamiz. Alloh rozi bo'lsin. Men yaqinda anglagan eng cho'ng plan, eng yaxshi bir ish bo'libdi. Qardoshning qanday ba'virdi ekan, ham dunyo xarakterlik, ham buningga oshib. Inshaalloh barni hozir hammalar uxlatdi masalan. Bu kechda ayrim program qilsak bo'ldi, bir qisqa yarım soat qilib pek uzrab ketdi. Inshaalloh ba'larni balkim bu videoni ko'rgandan keyin andin yozib. Ana keyin Instagram, Twitter, Facebookda o'xshash nima ochdik. Akkauntni ochdik. Naq maydonda rasmli video yo'llanib mangada. Bu orqali tor dunyosida buni inglizcha, germancha, fransuzcha, yaponcha, ispancha bir necha xil tilda qisqa, tek uzun emas. En kısa şekilde koyumuz torga, taqaydı. Çünkü benim az Facebook'umda muştun imza koyup durgan chattelikler var. Mesela xat yazıda, o qaydar hakikat işlerim, o bu deb sorab turganlar, ular o'zini yo'lda tashkil qilgan gap buni aslaniki. Inshaalloh. Ashliq mudrab qilgandan keyin yo'l echildi ekanda, hamda jim o'ttasaq, samimiy fidokor bo'lsaqlar Alloh bizning yo'limizni ochib bersin. Alloh rozi bo'lsin. Birazdan keyin men sizning oxirgi so'zlarni olaman. Yana tushib qolgan narsa bo'lsa o'ylanishtiribsizlar. Aziz qarindoshlar, maqsad ekranga chiqib bu yerda ko't so'zlash emas, faqat insonlarga bir manfaatimiz yetsa, bir narsa o'rgataylik yoki qarindoshlardan bir narsa o'rganaylik degan maqsadda bu fikrlarni ichib aziz do'stlar. Çünkü bugünkü kunda texnikaning vasitasi bilan adam o'zining uyida ishlarni ocha oladi. Bu normal bir ish aslında ama bir manfaatimiz bo'lsin, bir ilmimiz, bir kichikkina bir nimamiz vatan millatga, xalqimizga, muhojirlarga tegib qolsin maqsadda. Yolg'iz bo'lsangizmi ish qila olasiz, yolg'iz bo'lsangizmi bir nishon, bir maqsad uchun plan, harakat, loyiha tuzaysiz. Kallangizni ishlatib boqsangiz inshaalloh yeni xuddi Abdirimjon bu Guinness dunyo rekordiga bu 500 metr olsun, 1000 metr olsun bir bütün dünyadaki insanların kalemi, ismi, imzası düşken bir narsa. O'sha gap qistirib qo'yay, hozir eng uzun raq 70 kilometr mi, 69 kilometr maqsadida imzo qo'ygan. Kilometr 69 kilometr deganniki, voy 69 ming metr. 69 mening sizning o'ylardan bizning o'yga oralikda raq yetdi degan gapda u narsanikina. Yani o rekordni buzib olmaydi ki, yani onun qanday qilamiz? Dunyo atlash, qit'a atlash orqali mandat tashkil qilgandan keyin kilometr soni uzun bo'ladi.
Dünya nurgun tillarda bulab til sancıq buludu. Doğru. Ana bir narsadan o'yladimda alaydilik geliniş kerak da yengil iltimas oldu. Yengil iltimas bo'lish kerak. Endi aşağıdaki aşağıda siyasi bir narsa bo'ladi bo'lmamda shu bir masalada hamda. Onu izlendik lekin. Aşlı yaş ketib qolib qolsa, ana keyinda kelgisi Uyg'urlar uchun yana dunyoda insoniy masala ham. İnşallah Allah bizga yordamchi bo'lsa ish bo'ladi. Yani Allah bizga yordam qilmasak, yani samimiy sabab qilsak inşallah Allah bizga yordamchi. Yani sözümün oxirini tugatib etsem, yolg'iz bo'lsangizmi ish qila olasiz. Abdirimjon mana bugungi tirik shohid. Yolg'iz bo'lsangizmi nurg'un ishlarni qilg'ili bo'ladi. Tashkilotga kirmasangizmi nurg'un ishlarni qilg'ili bo'ladi. Nurg'un planlarni tuzg'ili bo'ladi. İnşallah hammalarni har yerda bir yoqidan baş chiqarib inşallah bu xizmatimizni elib maqsaq nima degan go'zal bo'ldi aziz qarindoshlar. Oxirgi qarindoshlarga deydigan so'zlari, yoshlarga deydigan so'zlar. Men yolg'iz harakat qilmoqchi bo'lganlarga deydigan bir chaqiriq so'zlar, ko'ngil samimiyatlar. Yolg'iz qildigan qarindosh o'qas men dedim-ku, eng oddiysi. Gollandiyalik İsrail'e qarşı maykivagan o'xshash, bizning Xitoyga qarshi Xitoyning zulmni oshkorlaydigan, Xitoy jazolarga taqosin deb shu maykini kiyvasan qarindoshlarimiz shu. Undan boshqa sen chiqib ota-onangizni ko'tarib u bu desak, chiqmaydi dem uningga. Chiqqanmiz ham Uyg'ur qo'zg'alib ketgan bo'lsa bo'ladi. Hech bo'lmasa xalqning diqqatini tortadigan o'xshash bir kunda. Masalan deylar. Ashu Rushan Abbos xonimmi Amerikada bir qadam bir ovoz deb o'xshash bir butun Uyg'ur ayolini bir qo'zg'atibdi. Qancha ta'sir oldu o'shniki? Ravr ta'sir olishdanmi? Ular bizning o'xshash bir kunda hamma yerda ya kimni birlik keltirib, ya ma'lum ishni bir ashna qoyilib qilib bo'lsa, chatdalikni diqqat tortar ekanmiz shu buni. Biz kiymolimizki, adam kiymagan bir yilda 2-3 tal olamiz hamda t-shirtlarda, shuningga birasiga hamda oppoqni ilibla Xitoy jazolarga taqosin, Uyg'urlar erkinlik kiyib olsa, Uyg'ur nimadan bilib ketdi hozir dunyo. Concentration camp'ninkini bizning sharqdan o'tganligini jiqadan bilmaylik. Bu orqali xalqning diqqatini tortish qilib, voy bu yo'qmi concentration camplar bormi hamda degan Uyg'ur kelgan-ku xalqlar. Biz bunda diqqat qilmaganlar chatlarga hamma narsa diqqat qilib kelmasin bular. Ona göre yana bir narsa, yana bir planim bor. O planni hozircha Dimitri, o azroq bir ish boshlab, ma'lum ya kelgan vaqt ekan demasak, inshaalloh. Sevizden xabar go'shtdan yaptı degandek ishni boshlab qolmoqda, lekin Xitoy buzayotmasin. Yani bir nimamış to'g'ri ekrandagi qarindoshlarimiz, hamma davlat qarindoshlar bilan ham yerda bor. Osh o'zining davlatida chiqqan Uyg'urning navbatdagi ahvolini eng yaxshi aks ettirgan gazet. Concentration campga Uyg'urlar etnik qirg'inchilik munosabati gazet bo'lib qolsa, 1-2 tal men avatib bersa, pochta qilmay o'zim ko'taraman. Men to'rda avatib ber balacha to'rda turulishdi. Uni qilib olsam, e'lon qilinib oldi keyin ana qarasa. O e'lonni chiqarib deb uni loyilab baqsak, o'zimiz loyilab olgandek biz soxta ifodani qilib qoldik endi. Fotokopiya bir gaz chiqib qoldi. Aydab qolib qoldi. Shunga qash original gaz to'qas bosib gazni qatlab etmay, oshpet saqlab qo'ysin, hech bo'lmasa bugun imzo baga vaqtda ashyoqda elib olsam bo'lar burada. Ashyoq butun dunyodagi mushning oyat gazni yig'ib olsam, buni qilgan yana bir planim bor meniki. Inshaalloh. Endi hamma yerni yig'ib olmaydi ekanman. Gaz qimmat emas. Hamma davlatda o'tib kes 1,5 euro ya 1 euro. Şu qarindoshlar, meni qo'llaydigan qarindoshlar 1,5 euroluk bir qo'llab qo'yinglar. Aş gezni saqlab qo'ying men uchun. Abdirimjonni muhojirlar millat uchun qilayotgan ishinglar, kelgusi qildigan ishda aş gezni ko'ygan har bir chet ellikning nimasi qilib qolsa, shu sadiq joriy bo'lmaganlik. Albatta. Shunda bo'ldi emasmi? Masalan, boshqa bir qarindoshni men avatib berdi, uni bir chet ellik o'qidi, shundami? Onun tepkisi bor. Shunda. Başka 1,5 euroluk olsun qo'llab qo'yaylik. 1,5 euro. Faqat bivara qil lozimda, men Uyg'urlar to'g'risi ekan. 1,5 euro kompaniyasini boshlataylik inshaalloh. Alloh razı olsun, rahmat. Yana uchib qolgan so'z bormi? Yana vaqtimiz bo'shdi. Bo'ldi. Hozircha bo'ldi. Men yaman uzun bo'lib ketdi. Biz temadan bekchatdan ketib qo'yib bersan. Temadan chatdimidik, yana biz shunda paranglashimiz, yana bu yerda cho'qim mushu siziqning ustida mangimiz deb biz da'vozamiz. Her türlü erkin azade, münazirliş. Navada qarindoshlarniki mening qilayotgan ishimda ba'zi nuqsonsizliklar bo'lib,
Matara bo'lmay qapti sal mandara qilgan bo'lgan bo'lsa, desa qo'rqmay taklif fikr bersin, qabul qilmayman. Yuzini qarab qilib qolsa, uni ayna qaramasam biladigan o'xshaydi. O'zimning ishning hammasi men yaxshi ketyapman demayman. Shuning qarindoshlar qanday taklif fikr qilib qolsa, men mandara qilsak yaxshi bo'ldi ekan. Ya men loyilagan taz yaxshi ko'rkam loyilab qotman, mandaroq loyilay deb loyilash kasbini o'qiyotgan bolalar qilib qolsa, loyilar pastlik yaxshi. Bu hajviy resim solgan qarindoshlar qilib qolsa, Uyg'urning navbatlik vaziyatini masalan tuniga Germaniya bir Uyg'urni qaytarib deb Erklasiya radiosida bir xabar chiqibdi, shundaymi? Shunday obrazlikda hajviy chiqibdi xabar. Resim. Necha oyning oldidan bir Uyg'urni qaytarib o'tgan, hozir birini qaytardi. Gap qilmasak hammalarni qaytardi-da. Ashunga o'xshash, anda hajviy resim solgan qilib unim tizimi onamga apirib. Bugun ertaga tashviqotni kengaytirmay hamda ilqi lozing qilib qolsam shamol o'chirib ketadiki, ana yagim maqlaydiganni qisqirib olgan shamol o'chirib ketmaydi, bir narsani o'chiradi, xohlagan. Yagim qig'ilib bo'lam degan sirliq. Ha, nimalar ilqi plastik oshdan qilib emas, oshdan o'rnak kelib, qator resimlar chiqarib qo'ydim-ku. Men oshqil shaklda Uyg'urning tashviqotini bir sistemaga kiraman deyapman. Alloh razı olsun. Buncha bilimlik, ayda kasb ahllari bir narsa loyihalaydigan, mushta qarindoshlar ehtiyojim bor. Hech bo'lmasa shuni bir kuzatib, taklif fikr bersinmi? Ba'zan korrektor qila oladiganlar bor. Xatni xato yozib qo'ygan, shuni tuzab bersam, shu bir cho'ng xizmatda mana shunamda. Hamma men qilib olmay ekanman. Buni gal diqqat qilmay o'tib ketib qolsam, yana bir qarindoshimiz bilib oladi narsani, men bo'lmay qolibdi deb. Shunday. Allah razı olsun. Nilufer Halil degan qarindoshimiz bugun chiqqan gazetni ma'lumot beray debdi. Avval bir narsa yozganda bir gazetga chiqibdi deb, shu qarindoshimiz yozibdi. Bundan başqa yana bir qarindoshimiz Irshad degan qarindoshimiz 9-oyning 13-kunisi shu parlamentning oldiga borsanglar men shu ishni esish beray. Ya bo'ldi, rahmat. Naq maydonda sizga askarlar yana qo'llovchilar chiqib o'tadi. İnşallah bundan keyin taxim ko'p qo'llovchilar chiqsa, Yevropa parlamenti oldida osimiz bu narsalarni taxa. Nega Amerika davlat majlisi ostida qolib qolsa, ashyaga olib osimiz bu narsalarnikini. Cho'ng lotaga ranglik qilib daraxtga bog'lasangiz, dam maydon daraxt yo'q-ku. Dam maydonda daraxt yo'q. Avval daraxt tiksak bo'ladi. Bu yerda bu egasi adamda tuyatib qotib bo'lsa shu. Bo'ladi. Rahmat sizlarga qarindoshlar. Abduljon ko'p rahmat. Bu kechada mush qarindoshlarni qo'llab bergani bilib, ay bir qiz yesavat bermadi, men xush oldimda hamda. O'zi oddiy bir narsa bo'lsa, uniki ma'naviy qiymati ajoyibda hamda. Men uni chiroyli eklab qanday qilmaysanlar, suvlardan qoplab, suvlarga mashinam bor. Uni qoplab chiroyli qilib uni men saqlayman. Unda qo'yib qo'ysa hech ketadi u narsa, suvlardan qoplab qo'ygandan keyin yomg'irda, qodi, issiq hech nima bo'lmaydi-da, shu bilan saqlanib qoldi u narsa. Albatta. Bo'ladi, bugun mishagicha bo'lsin, chunki ayt deganda inshaalloh yana bugun kecha 4-5 atrofida Abduljon aeroplan stansiyasiga uzat qilib chiqamiz, yani jamiyaga berib o'ziniki xizmatini, yolg'iz kishilik xizmatini yana davomli qilib bordi. İnşallah hammalar Abduljonning xizmatiga qutlug' tilaydi va men shaxsan rahmat tilayman. Rahmat, Allah razı olsun. Rahmat qarindoshlarimiz. Keyingi programmalarimizda yana so'zlashishga tegishli masalalar bo'lib qolsa, biz qarindoshlarni har zaman qarindoshlar manda temada muzokara qilishlar desa chiqsak bo'ldi-ku endi. Kunni chiqib so'zlashishni men yoqtirmayman. Manda temalarda manda ish qanday bo'layotdi. Manda taklif fikrlarga bilib chiqadigan bolalar qolib qolsa, yangi fikr, yangi ideyalarlarda manda qilib biz bir yangi davr yarataylik. İnşallah. Tashviqotni bir isloh qilib, an'anaviy tashviqotni cho'rib tashlab, endi sal bir zamonga moslashqidek, g'arbning qimmat qarshiga moslashqidek yangicha tashviqot isloh deb bosaq bo'ldi bu narsa. Albatta. Abay so'ragan savolning javobi endi chiqdi. Ya'ni biz yangi bir davr yarataylik. Davr yaratamiz. Doimiy davr. Hammalar yangi bir davr yarataylik inshaalloh. Yangi bir kitobning varaqini ochaylik, daftarning varaqini va bu tarixni o'zimiz yozib chiqaylik. Allah hammalardan razı olsun. Yani bu kiloqatimlik programda görüşeceğim. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.